8-trek. Kimsan akam men o'ylagandek yomon bola emas ekan. Ba'zan rahmim keladi unga. Ertalab bobom dalaga ishga chiqib ketarkan, supada uxlab yotgan Kimsan akamning tepasiga kelib, ustidan ko'rpani uloqtirib tashlaydi. "Tur o'rningdan", deydi dag'dag'a bilan. "Mo'ylovi chiqib qolgan bola yalpayib yotishingni qara. Bo'l tez, go'ngni tashib qo'y." Kimsan akaning mo'ylovi bormikin deb qarab qo'yaman. Yo'q, ko'rinmaydi. Bechora dik etib o'rnidan turadi-da, ko'zini ishqalab molxonaga kirib ketadi. Bir pasdan keyin zambil g'altakka go'ng ortib, chiranib g'ildiratgancha tomorqaga olib chiqadi. Kechgacha tinim bilmaydi. Hamma ish qo'lidan keladi. Tomorqada yer chopadi, molga qaraydi, o'tin yoradi. Kechqurun endi ovqatga o'tiramiz deb turganimizda uzoqdan eshak hangragani eshitiladi. "Tura qol, Kimsanjon", deydi oyim. "Dadang kelyapti." Kimsan akam darrov obdastada iliq suv tayyorlaydi. Ko'chadan kirib kelgan bobomga suv quyib turadi. Bobom rahmat deyish o'rniga jerkadi. "Eshakni sug'ormaysanmi?" Ertalab hammasi qaytadan boshlanadi. Bora men ham uy yumushlariga kirishib ketdim. Hovli supuraman, idish tovoq yuvaman. Oyim kepak aralash undan xamir qilsa suv istaman. Kuzda pochtaxona yonida allaqanday eski binoga joylashgan maktabga qatnay boshladik. Men 1-sinfga, Kimsan akam 4-sinfga. Bolalar ichida eng kattasi menman. Bir marta o'qituvchi opa dadamdan iltimos qilganini eshitib qoldim. "O'rtoq Samadov, Robiyaxonning savodi allaqachon chiqqan ekan. Bemalol 3-da o'qiyversa bo'ladi", deganida dadam siltab tashladi. "Hamma qatori qonuniy o'qsin." Shunday qilib, katta qiz ukam tengi bolalar bilan dadam allaqachon o'rgatgan alif beni, hisobni qaytadan o'rganishga tushdim. Uzundan uzun qish kechalari dadam bilan bobom narigi uyga kirib, qiroatxonlik qiladigan odat chiqarishdi. Lampa bitta. Oyim, men, Kimsan akam berigi qorong'u uyda sandal chetida o'tiramiz. Oyim norozi bo'lib chirqillaydi. "Lampamoy anqoning urug'i bo'lmasa ekan, ertaga nima qilamiz?" Ammo ziqna bobom lampamoyni ayamaydi. "O'qing, ma'lim", deydi shang'illab. "Otabekni o'qing." Dadamning osoyishta ovozda kitob o'qishiga quloq solib yotamiz. Berigi uyga bemalol eshitilib turadi. Otabek, Kumush bibi, Hasanali. Bir kuni dadam kitob o'qishdan to'xtab, bobomga gapirib qoldi. "So'raganning aybi yo'q, Husan aka. Nega sizni duma deyishadi?" Bobomning kulgani eshitildi. Ma'lim, o'zim ham anig'ini bilmayman. Oqposhsho zamoni edi. Bir kuni butun No'g'ayqo'rg'on dahasi choyxonaga yig'ilib maylis qildi. Nodirxo'ja degan 50 boshi bo'lardi. Insofli odam edi, rahmatli. Quloq bo'lib ketdi. O'sha va'z aytdi. "Oranglarda ishbilarmon bir odamni dumaga saylamaslaring bo'lmaydi. Oqposhsho hazrati oliylarining farmoni shu", dedi. Odamlar chuvullashib meni ko'rsatishdi. Saylasa saylay qolsin desam, ketida bir arava g'alvasi bor ekan. O'qtin shaharga tushib, dumasiga borish kerak bo'lar ekan. Bu yoqda ish qolib ketyapti. Duma degani kattakon bir mahkama ekan. Devoriga ko'kragi ochiq xotinlarning surati osib qo'yilgan hayhotday xona. Lak odam chuvur qilib alla nimalarni gaplashdi.
qo'l ko'taringlar dedi. Qarasam hamma qo'l ko'taryapti. Men ham ko'taraverdim. Keyin bormay qo'ydim. Orada inqilob bo'ldi. Duma po'masi ham suvga urib ketdi. Dadam kuldi. Siz Husan aka haqiqiy dehqonsiz. Yer ilmini yaxshi bilasiz, ammo kechirasiz-ku savodingiz. Dadam andisha qildi shekilli tutilib qolgan edi. Bobomning o'zi aytib qo'ya qoldi. Yo'q-da, ma'lum, bizda savod nima qilsin? Esimizni tanimizki, yer kavlab yotibmiz. Tag'in dadamning ovozi keldi. Shuni aytaman-da, o'shanda sizni saylashga saylashibdi-yu, bu yog'ini o'ylashmabdi-da. Duma degan davlat masalalarini hal qilish kerak. Siz oq poshshoyam anoyi emas. Bobom xixiylab kuldi. Menga o'xshab qo'l ko'tar desa oyog'ini ham qo'shib ko'taradigan soddalarni tanlaganda. Qo'ying bu gaplarni. Yaxshi Kumush bibini o'qing. Ja, qiziq joyda to'xtab qoldik. Men 4-Kimsan akam 7-sinfga ko'chganida bir vaqtlar Oqsoqol buva bizni aravada No'g'ay qo'rg'onga olib ketayotganida va'da qilgan to'kinchilik zamon keldi. To'g'ri 1 yilda emas, 3 yilda. Endi bayramlarda tong sahardan nog'oralar takattum qiladigan, doshqozonlarda osh damlanadigan bo'ldi. Kech kuzda bobom qo'y so'yib kalla soladi. Qolgan go'shtni tuzlab xumga tiqadi. Bir kuni Oqsoqol dadamga gapirib qoldi. Mana ma'lum, o'lmagan qul, senje, menje kunlarga ham yetdik. Endi sizga 12 vassali uy qurib beramiz. Odamlarni hasharga aytib qo'ydim. Belida belbog'i bori kelaveradi. Dadam hijolat chekibroq bobomga qaradi. Agar Husan akani qisib qo'ymagan bo'lsak, hasharchilarni maktab qurishga solsakmikin? Bizga-ku uy topilar, maktab kerak. Nega qisilar ekanman? Bobom Oqsoqolga yuzlanib chiyilladi. Ma'lum to'g'ri aytayaptilar. Eng avval maktab kerak. Raisman deb kerilasani shunga aqling yetmaydi. Shu gap bo'ldi. Erta yozdan dadam katta maktab qurilishiga sho'ng'ib ketdi. Kolxozchilar u yoqda tursin, yuqori sinf o'quvchilari ham hasharga solindi. Bo'yi cho'zilib, ovozi do'rillab qolgan Kimsan aka ertalabdan razyezdga, maktab qurilayotgan joyga yuguradi. Kechqurun qorong'i tushganida oyim qo'limga bir tovoq ovqat, 4 ta non tutqazadi. Bora qol qizim, hammasining ichi uzilib ketgandir. Tugunni ko'tarib razyez tomonga chopqillayman. Tumonat odam. Har yoqda mash'ala gurillaydi. Daladan to'ppa to'g'ri hasharga kelgan kolxozchilar biri loy otib, biri lo'mboz bosib maktab devorini ko'taradi. Kimsan akam yalangoyoq loy tepadi. Orif Oqsoqol ishboshi bo'lib, u yoqdan bu yoqqa yuguradi. Dadam po'rim shimining pochasini qayirib, xandaq ichida pildirab yuradi. Bobom devorga minib olib chiyillaydi. Kuching bormi? Hov, otsangchi mundoq. Loy otishda Oqsoqolning 2 norg'ul o'g'li Shokir aka bilan Zokir akaning oldiga tushadigani yo'q. Oyimning aytishicha, Shokir aka bilan Zokir aka traktor haydarkan. Traktorning omochi shunaqa zo'rmishki, bir yo'la 20 ta qo'sh ho'kizning o'rniga yer ag'dararmish. Ikkovlari hasharni ham boplaydi. Paxsa kurakka loyni to'ldirib bir otganda bobomning qo'liga borib tushadi. Hech kim charchadim demaydi. Askiya, qiyqiriq. Kuzga borib, yangi maktab bitdi hisob. Qumsuvoqqa tushgan kuni ham hasharchilar oldiga borgan edim. Bir kosa qovurdoq 3 kishiga nima bo'lardi? Dadam, buvam, Kimsan akam bir qoshiqdan yesa yedi, bo'lmasa yo'q. Shunda ham nolishmadi. Peshinda Oqsoqol buva qo'y so'yib qaynatma qilib bergan ekan.
Hammalari yana ishga sho'ng'ib ketishdi. Oqsoqol buvaning Zuhra kelini bilan uyga qaytdik. Tinch, to'kin zamonning allaqanday osoyishta zavqi bo'ladi. O'shanda bu zavqni tushunmagan ekanman. Boshimizga kulfat yog'ilganidan keyin qadriga yetdim. O'sha kecha charchab, barvaqt uxlab qopman. Bir mahal yonimda yotgan oyim, "Voy, o'lmasam, tinchlikmi?" deb sapchib turganidan uyg'onib ketdim. O'sha zahoti ko'cha eshigining qattiq taqillagani, ketidan "Duma, och" degan ovoz keldi. Oyim "Kimde?" deb ayvonga yugurdi. Negadir yuragimga vahima o'rmaladi. Nim qorong'i burchakda bemalol xurrak otib yotgan kimsan akamni ilg'ab ko'nglim joyiga tushdi. Bundan chiqdi, dadam bilan bobom ham kelishgan. Eshik yana taqilladi. "Duma!" Oqsoqol buvaning ovozini tanib tinchlandim. Ish bilan kelgan. Oyimdan oldin bobom borib eshikni ochish shekilli o'sha tomonda erkaklarning g'ong'ir-g'ong'ir gaplashgani qulog'imga chalindi. Butunlay xotirjam bo'ldim. Endi joyimga yotgan edim, deraza oldidan birov gursillab o'tdi. Dadam yotgan uy tomonda bobomning chaqirgani eshitildi. "Ma'lum, turar ekansiz." Narigi uyda dadam yo'taldi. "Tinchlikmi, Husan aka? Sizni so'rashyapti." Bobomning tovushida xavotir borligini qandaydir ichki tuyg'u bilan sezdim-u, tag'in o'rnimdan turib ketdim. "Kim?" dedi dadam. "Bilmadim, rais bilan yana 2 kishi." Dadamning hovliga tushganini bildim. Shap-shub yurib eshik oldiga bordi-yu, o'sha zahoti qaytib keldi. "Robiya?" dedi ostonada to'xtab. Qorong'ida ovozi titrab ketganini sezdim. "Dada?" Yuragim yomon bir narsani his etib, chopib oldiga bordim. "Dada?" "Men ertaga kelaman, qizim." Dadam shunday dedi-da, ildam yurib narigi uyga kirdi. Bir zumda kiyinib chiqdi. Etigini topolmay kalovlanib turganida bobom oyimga o'shqirib berdi. "Chiroqni yoqsang-chi, pakana?" Oyim shosha-pisha chiroq yoqib, piligini ko'tardi. Dadam ayvon burchagida turgan etigini nihoyat topdi. Paytava urayotganida qo'llari qaltirab ketganini ko'rdim. Battar qo'rqib ketdim. "Dada?" dedim titrab. "Qayoqqa ketyapsiz?" Dadam rangi quv o'chgancha muzdek labi bilan peshonamdan o'pdi. "Qo'rqma, qizim, ertaga kelaman", dedi-yu bobomga yuzlandi. Tushunmovchilik bo'lganga o'xshaydi, Husan aka. Keyin negadir oyimga iltijoli termildi. "Mabodo bir oy, yarim oy kelmay qolsam, Robiyani sizga topshirdim, onalik qilasiz." "Voy, o'lmasam, ma'lum." Oyim titrab meni quchoqlab oldi. "Nimaga unaqa deysiz?" Dadam hovliga tushgan joyida qaytib ayvonga chiqdi. 2 yuzimdan qattiq o'pdi-da, sakrab pastga tushdi. Qaddini g'oz tutib eshik tomonga yo'naldi. Darvoza tomonda gurillagan mashina ovozi eshitilgandan keyingina hushim o'zimga keldi. Oyimning quchog'idan chiqdim-u, chinqirgancha hovliga otildim. "Dada! Dadajon!" Ko'cha eshik oldida turgan bobomni turtib o'tib, tuproq yo'ldan yurib ketdim. Hamma yoqni chang to'zon qoplagan, havodan benzin hidi kelar, olisda allaqanday mashinaning qizil chirog'i uzoqlashib borardi. "Dada!" Yalangoyoq chopib borar ekanman, entikib qichqirdim. "Dadajon!" Mashina chirog'i ko'rinmay ketdi. Men bo'lsam hamon yugurib borardim. Nafasim qisilib qolgan, tomog'im achishar, ammo to'xtamasdim. Oxiri toshkami, kesakkami qoqilib, yuz tuban yiqilib tushdim. Og'zimga tuproq kirib, yig'lab yubordim.
Bir mahal kimdir yelkamni siladi. Tur, Robiya, turgin, uyga boraylik. Kimsan akamning do'rillagan ovozi qulog'imga yoqimsiz eshitildi. Yerni mushlagancha qichqirdim. Bormayman. Shunaqa qilmagin, o'zing yaxshisan-ku, Robi, ketaylik. Bormayman. Alam ustida dodlab yubordim. Bormayman. Dadajon. Kimsan akam yonimga cho'nqayib boshimni siladi. Dadang keladilar. Nega yig'laysan? Keladilar. Mana meni aytdi dersan. Yur, uyga ketamiz. Dadamning qo'llari qaltiraganicha paytava o'rayotgani, oyimga iltijoli termilgani, Robiyani ehtiyot qiling degani ko'z oldimga keldi. Yosh bolalardek chinqirib yubordim. Yo'qol! Dadamga boraman. Oyim hali zamon dadang keladi deb har chand yupatgani bilan anchagacha hiqillab yotdim. Narigi uyda hamon chiroq yoniq turar. Bobom bilan Oqsoqol buva allanimani maslahatlashishar edi. Tong bo'zarganda uxlab qolibman. Hovli tomondan kelayotgan qattiq ovozdan uyg'onib ketdim. Tushuntirdingmi axir, ma'lim? Yaxshi odam, Samarqandda o'qigan. Bolalarimizga ilm beryapti, kattakon maktab qurdi dedingmi? Bobomning ovozini eshitib, kechasi bo'lgan voqea, dadamning Robiyani ehtiyot qiling degani yana esimga tushdi. Ko'zimni ishqalab ayvonga chiqdim. Vaqt peshinga yaqinlashib qolgan. Behi tagida bobom bilan Oqsoqol buva gaplashib turishar. Nariroqda Kimsan akam ketmon sopidan tutgan ko'yi talmovsirab turib qolgan. Oshxona eshigining ostonasiga o'tirib olgan oyim ikkala choldan ko'z uzmas edi. Aytdim, Oqsoqol buva birovga o'chakishgandek jahl bilan qo'lini paxsa qildi. Iymonimni o'rtaga qo'yib, kafolat beramanki bitta yarimta maraz ma'limga tuhmat qilgan dedim. Xo'sh, nima deyishdi? Oqsoqol buva bobomga arazlagandek xo'mrayib qarab qo'ydi. Tekshiramiz, siz aralashmang, dedi. Gunohi nima ekan demaysanmi, ovsar? Bobom hammasiga Oqsoqol buva aybdordek shang'illadi. Menga Kalinin Oqsoqol o'z qo'li bilan orden bergan. Kerak bo'lsa eng katta oqsoqolning oldigacha boraman demadingmi? Dedim. Oqsoqol buvaning mo'ylabi titrab ketgandek bo'ldi. Ay, bu shumishki darsni programma bo'yicha o'tmasmish. Hisob ilmini Xorazmiy yaratgan deb millatchilik qilganmish. Bolalarga Bobur podshoning she'rlarini o'qitganmish. U qovog'ini solib xo'rsindi. Rayondan beruxsat maktab qurganmish. Iye, dedi bobom hayratdan ovozi ingichkalashib. Maktab qursa yomonmi? Maktabni hashar bilan soldik-ku. Zamonni ko'rib turibsan, Oqsoqol buva ovozini pasaytirdi. Menimcha bu ishda Xo'jaqulovning ham qo'li bor. Kim bu Xo'jaqulov? Oqsoqol tortdi. Anchagacha jim qoldi. Hamon ayvon ustiga suyanib turardim. Bobom ham Kimsan akam bilan oyim ham Oqsoqol buvaning og'ziga termilishar. Hech kim menga e'tibor bermas edi. Ma'lum senga gapirmaganmidi? Dedi Oqsoqol buva bobomning ko'ziga qattiq tikilib. Bobom ingichka yelkalarini uchirdi. Nimani? Menga bir aytgandek bo'luvdi, dedi Oqsoqol o'ychan ohangda. Ma'lum Samarqandda ishlab yurganida Xo'jaqulov degan tergovchi bilan qattiq to'qnashadi. Temir yo'lda katta o'g'irlik ochiladi. Tergovchi ishni yopti qilib yubormoqchi bo'lganida stansiyada ishlaydigan qo'shnisi ma'lumga chaqib arz qiladi. Ma'lum avval gazetaga, keyin obkomga xat yozadi. Gunohkor jazosini oladi. Tergovchi ariza berib ishdan bo'shaydi. Farg'onagami, Qo'qongami ketadi. Aylanib Toshkentga kelib qoladi. Ana o'sha Xo'jaqulov hozir prokuror. Oqsoqol buva
uzoq timirskilanib nos otdi. Bobom ikkovlari yerga tikilib o'y surib qolishdi. Nazarimda nima qilishiga ikkovi ham hayron edi. Tuhmat balosidan asrasin, dedi oshxona ostonasida o'tirgan oyim o'kinib. Keyin to'satdan menga ko'zi tushib, ildam o'rnidan turdi. "Voy, uyg'ondingmi, qizim?" Oqsoqol buva yarq etib men tomonga yuzlandi. "San qizim, xafa bo'lma", dedi salmoqlab. "Ma'limni aybi yo'q. Haq joyida qaror topmaguncha qo'ymayman. Meni kim deb yuribdi, xo'ja Qulovlar?" Oyim ayvonga chiqib, yelkamga qoqdi. Ketmon sopidan tutib turgan Kimsan akam goh oqsoqolga, goh menga qarab iljaydi. Oqsoqol buvaning gapi ertaga dadangni obkeb beraman degandek tuyulib, o'zimning ham ko'nglim yorishdi. Ammo indiniga yomon ish bo'ldi. Rangi zaxil, qulog'ining orqasida danakdek so'gali bor begona odam kelib, dadamning kitob daftarlarini rosa titkiladi. Ancha-muncha narsalarni olib ketdi. Bobom o'rtaga tushmoqchi bo'lganida, "Yo'qol, unsur, uyingda taqiqlangan adabiyot saqlagansan", deb ko'zini ola-kula qildi. Bir haftadan keyin maktabga borsam, o'qituvchi xotin yomon gap aytdi. Bir vaqtlar dadamga "Robiyaning savodi allaqachon chiqqan ekan, bir yo'la 3-sinfga boraversa bo'ladi", degan o'qituvchi xotin endi butunlay boshqacha gap qildi. "Otang xalq dushmani ekan. Sen sovet maktabida o'qishni xohlamaganing uchun ataylab o'qishga kechikib kirgansan." Yig'lagim keldi-yu, yig'lamadim. Hatto oyimga ham dardimni sezdirmadim. To'satdan tushgan g'am yosh bolani bir kunda katta odamga aylantirib qo'yar ekan. 9-trek. 2. Yangi rais. Dadamni yana tush ko'rdim. Vokzalmishmi, bozormi, xullas odam ko'p emish. Dadam uzoqda, olomon orasida turib, nuqul qo'li bilan "Beri kel", deb imlarmish. Oppoq ko'ylak kiyib, bo'yinbog' taqib olganmish. Oldiga boray desam, yo'limni rangi zaxil, qulog'ining orqasida so'gali bor odam to'sib turganmish. Negadir ular 3ta bo'lib qolibdi. Hammasi bir-biriga o'xsharmish. Dadamni olomon ichida yo'qotib qo'yibman. Nafasim tiqilib, nuqul qichqirarmishman. "Dada, dadajon!" O'zimning tovushimdan o'zim uyg'onib ketdim. Uy ichi g'ira-shira qorong'i, yonimda Kimsan akam o'tirardi. "Nima qildi Robiya?" dedi do'rillab. "Suv ichasanmi?" Tushim hamon ko'z oldimdan ketmas, dadamni yo'qotib qo'yganim alam qilardi. Dedim jerkib. "Suvni nima qilaman?" Kimsan akam bir pas qarab turdi-da, indamay chiqib ketdi. Anchagacha xomush o'tirdim. Bora-bora hushim o'zimga keldi. Kun bo'yi oyimga qarashib yurib, kechqurun ovqat yemay yotib qolganim esimga tushdi. Bugun No'g'ay qo'rg'onda noxush gap tarqaldi. Qulupda maylis bo'larmish. Orif oqsoqolni olib tashlab, o'rniga boshqa rais saylasharmish. Oyim bilan bobom ham o'sha yoqqa ketganicha haliyam qaytishmagan shekilli, ayvonda chiroq yoqilmagan, hovli jimjit edi. Eshik g'iyqillab ochilib, Kimsan akam mo'raladi. "Robi, biz ham idoraga bormaymizmi?" Dilgir kuz oqshomi qishloqni sukunat pardasi bilan o'rab olgan. Kunbotar tomonda yarim yorti oy uvada bulutlari orasida tentirar. Butun No'g'ay qo'rg'on huvillab qolgandek edi. Pastak devorlar ustidan tutun ko'tarilmaydi.
Derazalarda chiroq ko'rinmaydi. Allaqayerda echki bo'g'ilib maraydi. Chindan ham butun qishloq idoraga ko'chib kelgan ekan. Katta derazalardan nur tushib turgan uzun bino qulupga yaqin borib bo'lmaydi. Zinasigacha odam tiqilib ketgan. Kimsan akam qo'limdan sudrab bino orqasiga olib o'tdi. Nur tushib turgan derazalar ochiq. Ichkaridan g'ovur eshitildi. Kimsan akam tarmashib derazaga chiqdi. "Qo'lingni ber", dedi qattiq shivirlab. Engashib, bilagimdan ushlaganicha bir tortgan edi, qo'lim uzilib ketay dedi. "Qo'yvoring", dedim tipirchilab. Jim, u baquvvat qo'llari bilan meni baland deraza tokchasiga tortib chiqardi. Allaqanday 3 oy ichida shunaqa kuchli bo'lib ketganiga o'zim hayron qoldim. Lekin hozir buni o'ylaydigan holatda emasdim. Tokchaga ko'ndalang o'tirib, ichkariga qarasam tumonat odam. Oldingi qatordagilar to'ppa-to'g'ri yerning o'ziga chordana qurib o'tirishibdi. Chekka-chekkadagi lampalar, fanuslar xira nur sochadi. Hamma yoqni lampamoy hidi, tamaki isi tutib ketgan. Birov derazaga chiqqanimizni ko'rsa urushib beradi deb o'ylagan edim. Yo'q, hech kim qayrilib ham qaramadi. Hamma o'zi bilan o'zi ovora edi. Kimsan akam "U yoqqa qara" degandek biqinimga turtib imo qildi. Sahna to'rida Stalinning mo'ylovli kattakon surati, qizil mato yopilgan uzun stol orqasida 6 kishi o'tiribdi. Eng avval oqsoqol buvaga ko'zim tushdi. Ehtimol gavdasi hammadan katta bo'lgani uchun birinchi bo'lib uni ko'rgandirman. Yonida bobom qora kamzul kiyib olgan. Boshida jiyagi titilib ketgan do'ppi. Gavdasi yana ham kichrayib qolgandek stolga muk tushgan. Yonboshida novcha bo'yli ozg'in kishi. Taniyman, oqsoqol buva bilan biznikiga ko'p kelgan. Ergash selsovet deyshadi. Undan narida o'tirgan kishini tanimadim. Yo'l kostyum kiygan. Bo'ynida bo'yinbog'. Sochini silliq taragan. Ingichka mo'ylovi ham bor. U nuqul bezov talanadi. Choynak piyola qo'yilgan minbarda vaz qilayotgan ayvoni katta shapkali kishiga bo'ynini cho'zib qarab qo'yadi. Shapka kiygan kishi jon kuydirib gapiryapti. "O'rtoq kolxozchilar, tushuning axir, Orif oqsoqolni hammamiz hurmat qilamiz. 3 yil qurg'oqchilik bo'lganda ham kolxozni cho'ktirib qo'ymadi. Planni oshirib bajardi. Mana endi kolxoz badavlat xo'jalikka aylandi." Pastdan allaqanday erkak kishining baland ovozi yangradi. "Bo'pti-da, tag'in nima deysiz?" Shapkali kishi o'ng qo'lini baland ko'tardi. "Iltimos, tinchlik saqlansin. Bilamiz, Qizil dehqon ilg'or kolxoz. Mana bunaqa klublar hamma xo'jalikda ham bor deya olmaymiz. Kattakon maktab qurdinglar, hammasiga oqsoqol bosh bo'ldilar. Orif aka tajribali dehqon, lekin xo'jalikni yangi izga soladigan zamon keldi. Buning uchun ilmli, agronomiyani yaxshi biladigan rais kerak. O'rtoq Xo'jayev kerak emas." Pastda o'tirganlar yo'g'on ingichka ovozda chuvillashdi. "Bizga oqsoqolning o'zi ham bo'laveradi." Shapkali kishi tortib bosh chayqadi. Ergash selsovetning yonboshida o'tirgan ingichka mo'ylovli odam sapchib o'rnidan turdi. Bir nima demoqchi bo'ldi-yu, shashti pasayib qaytib o'tirdi. Pastdagilar battar shovqin solishdi. "Oqsoqolning aybi nima? Xo'jayevingiz shunchalik zo'r bo'lsa, boshqa kolxozga raislik qila qolsin." Shapkali kishi "O'zingiz tinchting" degandek oqsoqolga qaradi. Oqsoqol shoshilmay o'rnidan turdi. Qaddini g'ostib minbar oldiga bordi. Shapkali kishi uning yelkasiga do'stona shapatilab qo'ydi. "Xaloyiq", dedi oqsoqol gulduragan tovushda. Sekin-sekin tinchlik cho'kdi. "Kalta o'ylama, xaloyiq. Mana og'ir yillardan o'tib oldik. To'kinchilik zamon keldi.
Lekin bundan keyin dehqonning ishini ketmon emas, mashina qiladi. Ukraina tomonlarda bug'doyni mashina o'rayapti. Yaqin orada olimlar havodan o'g'it oladi. Pastdan kimdir asabiy luqma tashladi. Olsa joy yaxshida, o'sha o'g'itni siz bilan birgalashib dalaga solamiz, oqsoqol. O, rahimtoy. Oqsoqol rapidadek qo'lini paxsa qildi. Berdisini aytguncha urib o'ldirmada odamni. Hali shunaqa kunlar keladiki, suvni hovuzga solib qulflab qo'yishadi. Ana undan keyin rasamadi bilan tarqatishadi. Qani, suvni qulflash qaysi biringni qo'lingdan keladi? Odamlar jimib qolishdi. Chekka-chekkadagi shishasi qorayib ketgan fanuslarning chirsillashi aniq eshitila boshladi. Kimdir nosini tufladi. Qorong'u burchakda o'tirgan allaqanday xotin yig'layotgan bolasini jerkib ovutdi. Qiz bo'lmay ajalning oldida ket. Bolani qarg'ama, qumri, dedi oqsoqol beozor tanbeh berib. Keyin yana o'sha guldiragan ohangda davom etdi. Qani, qaysi bir gaplaysan havodan o'g'it olishni? Ana, indamaysan. U yog'ini so'rasang, men ham eplolmayman. Xo'sh, shundoq ekan, nimaga shovqin solasan? Bunaqa ishlar. U yo'l-yo'l kostyumli kishiga yuzlandi. O'rtoq Xajayevni qo'lidan keladi. Nega deganda, ilmiy hikmatni biladi. Raykom o'rtoq Xajayevni raislikka lozim ko'ribdimi? Bir narsani bilib qilgan. Gapni ko'paytirishning hojati yo'q. O'rtoq Xajayevga mana men birinchi bo'lib ovoz beraman. Qaysi biring oqsoqolni hurmat qilsang, qo'l ko'taraver. Oqsoqolning o'zi birinchi bo'lib qo'lini baland ko'tardi. O'sha zahoti shapkali kishi ma'qullab ovoz berdi. Pastdagilar birin-sirin qo'lini osmonga cho'za boshladi. Orqa tomondan xotin kishining hiqillab yig'lagani eshitildi. Oqsoqolning o'zi yaxshi edi, ovsin. Odamning dardini tushunardi. Qarab tursam, bobom pashsha qo'rigandek istar-istamas qo'lini silkib qo'ydi. Demak, bir ovozdan. Shapkali kishi o'rnidan turib Orif oqsoqolning qo'lini qisdi. Rahmat, oqsoqol. Siz baribir kolxozning otasi bo'lib qolasiz. Partiya sizga ishonadi. Qani, o'rtoq Xo'jayev, so'z sizga. Yo'l-yo'l kostyumli kishi ildam turib minbarga bordi. O'rtoq kolxozchilar, dedi baland, jarangdor ovozda. Hurmatingiz uchun rahmat, o'rtoqlar. To'g'ri, meni ham agronomlik diplomim yo'q. Lekin zakonni bitta gapni aytib qo'yay. Ras, menga xo'jalikni ishonib topshirdinglar-mi? Qattiq ishlaymiz. Hurmatli raykomimiz oldida va'da berib aytamanki, kelasi xo'jalik yilida sabzavot hosildorligida 2 hissa oshiramiz. Pastdan kimdir kinoyali baqirdi. Balki 3 hissa oshirarmiz, rais. Kim? Yangi raisning qoshi chimirilib ketdi. Kim aytdi shu gapni? O'rnidan tursin-chi. Sovuq sukunat cho'kdi. Gapirgan odam birovning orqasiga yashirindi shekilli hech kim o'rnidan turmadi. Dohiyimiz Stalin aytganidek, oramizda yot unsurlar ko'p. Yangi rais har so'zini chertib ta'kidladi. Bilib qo'yinglar, raz men rais ekanman. Bunaqa sabotajchilar bilan zakonni joyda gaplashib qo'yishni o'z vazifam deb bilaman. Pastda avval shivir-shivir, keyin g'ovur-g'ovur boshlandi. Kim o'zi bu? Muncha baland ketadi. To'qayda chivinga bir talansin, qayoqqa qocharkin? Hamma yoq ari inidek g'ovillab ketdi. Yangi rais esankirab qoldi. "Jam!" dedi minbarni mushlab. "Tisha! Podaga o'xshagan." Pastdagilar tinch o'rniga battar avjiga chiqdi. "Biz poda bo'ldik menda. O'rgildik sendaqa podachidan." Yangi rais
ingichka mo'ylovi uchib, goh shapkali kishiga, goh oqsoqolga qarardi. Shapkali kishi jahl bilan qo'l siltadi. Chamasi yangi raisni koyidi, lekin bu bilan shovqin bosilmadi. Shunda Orif oqsoqol yana o'rnidan turdi. "Xajoyib", dedi oqsoqol titrab. "Zakonchimisiz? Nima balo? Nuqul zakon deysiz? Qizil dehqondagilar zakonni sizchalik bilmasa ham dehqonchilikka aqli yetadi. Sho'x yer qanaqa bo'lishini mendan yaxshi bilsangiz kerak. Hammasi tosh. Ketmon ursangiz betingizga tosh sachraydi. Yerimiz shunaqa. Yarmisi to'qay. Niyatingiz yaxshi-ku, holva degan bilan og'iz shishimaydi-da o'rtoq Xajoyib." Pastdagilar ancha tinchib qolgan, lekin chekka-chekkadan hamon norozi xitoblar eshitilardi. "Kecha keldi yugurib, bugun olar sug'urib. Tuppa tuzi mol ekanmiz, bilmay yurganimizni qara." "Xaloyiq!" Oqsoqol kaftini boshi ustida baland ko'tardi. "Bas, o'rtoq Xajoyib bilmasdan gapirdi qo'ydi-da. Yoshlik qildi. Shunga ham ota go'ri qozoxonami? Hali ko'rasizlar. Rais bilan apoq-chapoq bo'lib ketasan hammang. Undan ko'ra bo'ladigan gapni gaplashaylik. Kolxozimizda gostinitsa, pastinitsa yo'q. O'rtoq Xajoyibni o'zimiz rais qilib sayladik. To'g'rimi? Endi bu yog'ini ham hal qilib qo'yaylik. Rais odam shahardan qatnab yursa yarashmas. O'zimizning xo'jalikning boshlig'iga uy topib bermasak, otimizga or, itimizga nomus. Qani, o'rtoq Xajoyibga kim bitta uyini bo'shatib beradi? Doimga emas, vaqtincha." Hech kimdan sado chiqmadi. Oqsoqol bobomga yuzlandi. "Duma, gapirsang-chi bundoq." Bobom o'tirgan joyida bo'ynini cho'zib chiyilladi. "Yo'q, uyni tug'ib beramanmi senga?" Yangi rais bobomga ijirg'anib qaradi. "Uying bilan qo'shmazor bo'l" degandek labini kinoyali qimtidi. Oqsoqol o'ylanib qoldi. "Bu gaping ham to'g'ri", dedi salmoqlab. Keyin pastdagilarga qarab hayqirdi. "Xaloyiq, bitta iltimos. Mana, dalada ham ish qolmadi hisob. Sholg'om bilan turibni yig'ib olsak bo'ldi. Shu sovuq tushmasdan o'rtoq Xajoyibga bitta uy sobersak. Ammo lokin shunaqa uy bo'lsa-ki, Qizil dehqon kolxozining raisi qatta turadi deganda mana deb ko'rsatadigan bo'lsa. Endi gapning po'skallasi shu. Belimda belbog'im bor deganing ertalab hasharga kelaver." 10-trek. 3. Rashid Abziyning mo'rchasi. Oqsoqol mening dadam tufayli raislikdan tushganiga aqlim yetmagan ekan. Ertasiga bobom ikkovlari hashardan qaytib, kechasi alla pallagacha hangomalashib o'tirishdi. Gap aylanib, kechagi majlisga taqaldi. "Sanam qiziqsanda oqsoqol", dedi bobom bo'g'ilib. "O'z qo'ling bilan amalingni berib o'tiribsan." "Amal nima?" Oqsoqol beparvo qo'l siltadi. "Menga qolsa raislik u yoqda tursin, 1000 marta katta amaliyam misoli oyog'ingdagi etikdagi gap. Seni amalga xalq ko'taradimi? Davlat o'tkazib qo'yadimi? Baribir mana shu etikni kiyginda, kerak bo'lsa suv kechib, kerak bo'lsa loy kechib, yurtning xizmatini qilgin deydi. Qilasan ham." Oqsoqol bir zum o'ylab turib nosini tupurdi. "To'g'ri, bir xillar bor. Zig'irday amal tegdimi bo'ldi. Xudo amal bilan qo'shib aql berdi deb o'ylaydi. Bunaqalar yonida o'zidan aqlliroq odam ishlashini xohlamaydi. Nazarida aqlli odam etigini yechib olayotganday bo'laveradi. Bechorani goh tirsagi bilan turtadi, goh dumbasi bilan." "Bo'pti-da", bobom battar tutoqdi. "Shu zakunching aqlli odamni biylatarmikin? Basharasi aytib turibdi-ku kimligini.
xalq dod deb yoqlab tursa-yu, bu kishi nos qilsalar. O'rgildim oliftagarchiligingdan. Yo xalq bir qadrimni bilib qo'ysin dedilarmi? Oqsoqol ko'kimtir qoshlarini uyib, yerga qaragancha uzoq jim o'tirdi. Keyin qandaydir past, o'ziga yarashmagan o'ychan ovozda gapirdi. Rais o'zgargani bilan xalq joyida turibdi-ku, duma. Qolaversa odamlar ming dod desin, baribir meni olib tashlashardi. Xalq dushmanini Samarqanddan ataylab olib kelgansan deb. Ma'lumda gunoh yo'q. Bobom oqsoqolga chaqchayib chiyladi. Gunoh yo'q, dedi arazlagan boladek yuzini o'girib. Tag'in o'sha zakunchiga uyimni bo'shatib berarmishman. Ma'lum ertaga qaytib kelsa, qaysi yuz bilan ko'ziga qarayman? Bilaman. Oqsoqol xo'rsindi. Hammasini bilaman. Ammo zamonni ko'rib turibsan-ku. U bir zum o'ylanib turdi-da, bobomning yelkasiga qoqdi. Balki yangi rais rostdan ham ishning ko'zini bilar. Yosh, ilmi bor. Sen bilan biz nima, olma o'rik bo'larmi deganda. Bobom ensasi qotib qo'l siltadi. Ilmi bormish. O'zi aytdi-ku, qo'limda qog'ozim yo'q deb. Qo'ysangchi, gap qog'ozdami? Dedi oqsoqol xo'mrayib. Qaraylikchi, nima karomat ko'rsatarkan o'sha zakunching? Bobom o'rnidan turib ketdi. Bor qizim, choyni yangilab ke. Yangi rais ko'p o'tmay chindan ham karomat ko'rsata boshladi. O'sha majlisda qattiq ishlaymiz degancha bor ekan. Tong otmasdan eshik taqillaydi. Jo'n taqillasa mayliya, hamma yoq qarsillab ketadi. Eshikni ochishingiz bilan peshonasiga ko'zmunchoq aralash kumush marjon taqilgan jiyron ot, egarda qiyshiq o'tirgan, chaqmoq telpak kiygan zakunchiga ko'zingiz tushadi. Kun chiqay deb qoldi. Yotaverasanlarmi, naqs bosib? Deydi qamchisini tahdidli o'ynatib. Shu gapni aytmasa ham kolxozchilar tong otmasdan dalaga chiqish kerakligini biladi. Oqsoqol raisligi paytida bunaqa dag'dag'alar yo'q edi. Zaril bo'lib qolganida oqsoqol, "Xaloyiq, shu ish shundoq bo'lib qoldi. Belimda belbog'im bor deganing kelaver" desa odamlar o'tga ham suvga ham urib ketaverardi. Zakunchining dag'dag'asi xalqning ixlosini qaytardi. Kaltak yegan ho'kiz yotag'on bo'ladi degandek, ba'zilar qaysarlik qila boshladi. Qor yog'ib turibdi-yu, dalada pishirib qo'yibdimi deb oyoq tiraydiganlar ham topildi. Aslini olganda bu gap to'g'ri. Yerga allaqachon yaho berib bo'lishgan. Qahraton sovuqda shudgor qilib bo'lmasa, ariq ochib bo'lmasa. Lekin zakunchi bu tomonini ham o'ylab qo'ygan ekan. Qish chillasida bir-biridan vahimali gaplar tarqaldi. Shaharda zakunchining suyangan tog'i bor ekan. Xo'ja Qulub degan tog'asi nozik joyda ishlarmish. Qaslashgan odamni xalq dushmani deb qamoqqa tiqarmish. Do'mbiroboddagi 6-brigadda Ahmad Polvon degan ketmonchi xotini tug'ib 2 kun dalaga chiqmagan ekan, zakunchi 10 yilga kestirib yuboribdi. Buxgalter Soli So'poq zakunchining xabarkashi bo'pti. Kimning uyida nima gap bo'layotganini yozib yurarmish. Yil o'tmay raisdan hamma qo'rqib qoldi. Xotinlar yig'layotgan bolasini "Jim bo'l, zakunchi kelyapti. Hozir otiga teptirib o'ldiradi" deb ovutadigan bo'lishdi. Faqat oqsoqol bilan bobom bu gaplarga parvo qilishmas. Biri ketmon ko'tarib, biri eshak arabasini minib saharlab chiqib ketishar edi. Lekin bir jihatdan rais aytganini qildi. Kolxoz 2 yil ketma-ket rejani oshirib ado qildi. Qizil dehqonning dong'i Dog'istonga yetdi. Balki zakunchining qattiq qo'lligi ish bergandir. Balki chindan ham ilm va hikmatni yaxshi bilar. Kimsan akam 7-ni bitirganidan keyin shaharga borib o'qimoqchi edi. Bobom yo'l qo'ymadi.
ketmonga soldi. Bir kuni Kimsan akam bobom bilan oyimga aytolmagan dardini menga gapirdi. Shaharda 10ni bitirib, uchuvchi bo'laman. Istribitilda dushmanni qiraman. Qanaqa dushman? Fin urushi bo'layapti-ku, jinni. Yuragim uvishib ketdi. O'ldirib qo'ysa-chi? Kim o'ldiradi? Dushmanda. Kimsan akamning jahli chiqib ketdi. Qanaqasiga o'ldiradi? Bizning istribitildan o'q o'tmaydi. Chikalovni eshitganmisan? Uning ahdi qat'iy edi. Bir marta shaharga ham borib keldi. Kechqurun ovqatdan keyin bobom Kimsan akamni so'roqqa tutib qoldi. Uchuvchi bo'laman deng, boyvachcha. Kimsan akam iyagidagi husnbuzarni tirnog'i bilan sitib, o'shshayib o'tiraverdi. Bu uning qo'lingizdan kelganini qiling degani edi. Menga qarang, boyvachcha. Bobom tajanglik bilan bo'ynini cho'zdi. Ketmoningiz yengillik qilib qolganga o'xshaydi. Molxonaga kiring. Yarim pudlik ketmon turibdi. Ana o'shani miningda dalaga chiqib, aeroplan qilib uching. Xo'pmi? Kimsan akam bobomga bir nima deya olmadi-yu, meni burchakka imlab orzusini aytdi. Baribir uchuvchi bo'lmasam, ofitser bo'laman. Armiyaga ketaman. Yo'q, uning bu orzusi ham ro'yobga chiqmadi. Armiyaga hammani ham olaverishmas ekan. Hayot esa davom etardi. Har bayramda doshqozonlarda osh damlangan, staxanovchilarni patifon, samovar, kiyimlik atlaslar bilan siylashgan. Bir marta Kimsan akamni ham etik bilan mukofotlashdi. Faqat mening dilimdagi armon yechilmay qolaverdi. Oqsoqol erta indin keladi degan dadam bedarak ketdi. To'g'ri, oqsoqol bilan bobom ko'p yelib yugurishdi. Ma'lum dushman emas deb tushuntirishga urinishdi. Natija chiqmadi. Bora-bora dadam tushimga ham kirmay qo'ydi. Bahor oqshomlaridan birida siniq piyolaning orqasiga o'sma ezib qoshimga qo'yib o'tirsam, daladan qaytgan oyim ko'rib qoldi. "Mayli, qizim", dedi kulimsirab. "Yoshing 17 ga ketayapti. Erta-indin sovchi keladi. O'zingga qarab yur." Uyalib ketdim. "Boring-gi", degancha oshxonaga qarab qochdim. Oyim sovchini gapirishi bilan negadir Kimsan akam lop etib ko'z oldimga keldi. Kimsan akam tog'dek yigit bo'lgan. Bobomga ikkita keladi. Hayronman. Keyingi paytda men bilan kam gaplashadi. Hovlidami, molxonadami duch kelib qolsak, menga g'alati qarayotganga o'xshayveradi. Qo'rqaman. Lekin o'sha zahoti o'zimni o'zim qarg'ayman. O'l jinni akang-ku. 1-may bayrami yaqinlashib qolgan edi. Peshindan keyin oyim qo'limga bir kiyimlik atlas tutqazib tayinladi. "Bor, qizim, Xolposh xolangga olib bor. Oyim aytdilar, menga ko'krak burma ko'ylak tikib berarkansiz degin." Oyimning odati shu, bayram yaqin kelishi bilan tipirchilab qoladi. Shundoq ayyom kunlarida bolalarim oxirliksiz qolmasin deb menga ko'ylakmi, lozimmi tiktiradi. Kimsanga shimpim olib bering deb bobomga yalinadi. Bobom chiqimning beti qursin deydiganlardan. Menga ko'p tishini sug'urgandek qilib bo'lsa ham ming joyini kavlab pul chiqaradi. Kimsan akamga kelganda peshonasi tirishib ketadi. "Yangi shim kiymasalar kimning ko'ngli qopti, boyvachchaning?" deydi to'ng'illab. "Hali to'y tashvish turibdi." Baribir oyim qo'ymaydi. "Katta yigit bo'lib qoldi", deydi. "Ishlab topganini qo'lingizga olib kelib beryapti-ku, jo'ralari bilan o'ynasin", deydi. Xullas, bobomni ko'ndiradi. Oqsoqolning kattakon, kungirador darvozasidan kirsam, Zuhra kelin atirgullar g'unchalay boshlagan gulzor chetidagi ariq bo'yida kir yuvib o'tirgan ekan. Ko'pikli qo'li bilan yelkamga qoqib ko'rishdi. "Qani, bitta ko'ri", dedi qo'ltig'imdagi atlasga imo qilib.
Atlas xatini ochgan edim, Zuhra kelinning surma tortilgan ko'zlari yonib ketdi. 8 tepki ekan. Zokir akamga aytaman, menga ham olib beradilar. Shunday dedi-yu, to'satdan ma'yus tortgandek bo'ldi. Ozib to'zib ketganini, ko'ylagining yelkalari osilib qolganini sezdim. Zuhra kelin Zokir akaning xotini. Xolposh xola ikkala kelinni birdek ko'radi. To'yga borsa, bir yoniga Fatima kelinini, bir yoniga Zuhra kelinini olib, cho'g'da yasantirib oboradi. Birga oborishga oboradi-yu, ko'proq Zuhra kelinini maqtaydi. Ayniqsa shu qizimni yaxshi ko'raman. Potmamni ham yomon demayman-ku, sal lacha po'shroq. Kir yuvaman deb suv qaynatsa tagiga oldirib yuboradi. Fatima kelin xafa bo'lmaydi. Qaytaga qah-qah urib kuladi. Unaqa demang, oyijon, kecha yiqilgan shilpildog'imni maqtab yedingiz-ku. Voy ordona, shilpildoq qilishni senga kim qo'yibdi? Yo'yan xamiringni ko'rpa qilib yotsa bo'ladi-ku. Zo'rani yo'rig'i boshqa. Lag'mon kessa kokil qilib tashlaydi. Hovli supursa yerda aksing ko'rinadi. O'zimga o'xshaydi-da, qaynona kelinning tuprog'ini bir joydan olgan. Xolposh xola to'y hashamlarda Zuhra kelinni og'zidan bol tomib maqtasa ham, biznikiga chiqqanida oyimga hasrat qiladi. Kuyib ketdim, Ovsinjon. Potmam bir emas, 2 ta bolali bo'ldi. Zo'ram yukli bo'lmayapti. Farzand bilan davlatning kechi yo'q, deydi oyim yupatib. Odamlar 10 yil, 20 yilda bolali bo'ladi. Zo'raxonga nima qipti? Bor yo'g'i 7 yil o'tdimi? Ko'rsatmagan doktorim, boqtirmagan tabibim qolmadi. Qaysi kuni Komil tabibga yana bordim. Keliningiz soppa-sog' deydi. Ana aytmadimmi? Shunga ham siqilasizmi? Xolposh xola dardli bosh chayqaydi. Shundoq deysiz-u, Zokirim o'qtin ichadigan odat chiqardi. Otasining fe'lini bilasiz-ku, bilib qolsa tikka so'yadi. Zo'ram ham chakka zarbroq bo'p qoldi. Opasini ko'rib siqiladi-da sho'rlik. Hozir Zuhra kelinni ko'rib, o'sha gaplar esimga tushdi. Chindan ham rangi bir holatda, surma tortilgan ko'zlari kirtayib qolgan. Kiring, dedi u, yupqa lablari burilibroq. Oyim uydalar. Ustunlari sirlangan baland ayvon tomon endi yurgan edim, ichkaridan go'dak yig'isi eshitildi. Eshik ochilib, pahlavondek so'lqildoq bolasining og'ziga ko'krak tiqishtirayotgan Fatima kelin ayvonga chiqdi. Voy, Robiyaxon, dedi zinalardan lo'mbullab tusharkan. Atlasmi? Bizlar ham bir ko'raylik. Avvallari Fatima Zuhralarni doimo adashtirib yurardim. Hozir ham ikkalasi bir-biriga o'xshaydi. Popukdek qosh ko'zi, kulcha yuzi. Faqat Fatima kelin semirib ketgan. Zuhra kelin bo'lsa tasmadek. Fatima kelin Atlasning bir burchini chimchilab ko'rdi. Voy, muncha chiroyli. U yonbosh tomondagi uyga qarab o'ktam ovozda qichqirdi. Oyim, mana uni ko'ring. Shokir akamga ayting, bayramga menga ham olib bersinlar. Ichkaridan harsillab, gursillab Xolposh xola chiqib keldi. Nima qilsa ham Orif oqsoqolning xotini-da. Yoshi 60 ga borib qolgan bo'lsa ham kelinlardek yasanib olibdi. Egnida qora atlas ko'ylak, bo'ynida dur, qulog'ida oltin baldoq, chiroyli, qayrilma qoshiga bilinar bilinmas o'sma qo'ygan. Orif oqsoqol bilan dadam qanaqa o'rtoq bo'lsa, Xolposh xola bilan oyim ham shunaqa dugona. Oqsoqolning gavdasi bobomga 2 ta kelsa, Xolposh xola oyimga 3 ta keladi. Oppoq yuzli, qomatdor xotin. Oyim duch kelgan odam bilan apoq-chapoq bo'lib ketaveradi. Xolposh xola o'z qadrini biladi. Butun No'g'ay qo'rg'onda osmondagi qushni bejaydigan chevar nomi bor. Ammo hammaga ham ko'ylak tikavermaydi. Jiniga yoqmagan odamni ko'zim o'tmay qoldi. Chevarlikni tashlaganman, aylanay,
deb eshikdan qaytaradi. U men bilan aylanib o'rgilib ko'risharkan, bola emizib turgan Fatima kelinni beozor jerkdi. Ordona, sigirday xotinga atlas ko'ylakni kim qo'yibdi? Atlas yetkazib bo'ladimi senga? U hovliga yuzlandi. Atlasni Zuhra kiysa yarashadi. Zo'raxon, bu yoqqa qara qizim. Zuhra kelin ko'pikli qo'lini sochiqqa arta-arta zinadan ayvonga chiqdi. Labbay oyijon, o'tir. Undoq sen ham o'tir. Xolposh xola keyingi gapni menga aytdimi, Fatima kelingami tushunmadim. Har ehtimolga qarshi xontaxta atrofiga uchalamiz cho'kdik. Hamon bola emizayotgan Fatima kelin, qo'lidagi sochiqni asabiy g'ijimlayotgan Zuhra kelin, men. Xontaxtaga quroq dasturxon yozilgan. O'rtada pista, bodom, qand qurs to'la patnis turardi. Oqsoqolligida patnis hamisha tayyor. Ayvon tokchasida eski gardim laganlar. Dasta-dasta qalampir nusxa kosalar. Narigi burchakda Xolposh xolaning dunyoga dong'i ketgan zingir mashinasi turibdi. Beriroqda suyanchig'i baland kursi. Kursi orqasidagi tokchada yog'och bandli telefon. Bobomning aytishicha, bir vaqtlar bu telefonni Orif oqsoqolga Obkom degan katta idoradan sovg'a qilishgan ekan. Telefonning simi yo'q, ammo Orif oqsoqol juda ham avaylaydi uni. Xolposh xola bachkani maxsi kiygan oyog'ini bitta-bitta bosib ichkariga kirib ketdi. Ko'rpalarning gurs-gurs qilib yerga tushgani eshitildi. Fatima kelin bolasini quchoqlab o'rnidan turgan edi, Zuhra kelin emladi. Kirma, baloga qolasan. Anchadan keyin Xolposh xola xuddi menikiga o'xshagan 8 tepki atlasni semiz bilagiga tashlab chiqib keldi. Zo'raxon qizim, dedi atlasning qatini ochib. Robiya ikkalanga bir xilda ko'krak burma ko'ylak tikib beraman. Bayramda bir o'ynanglar. Rahmat oyijon. Zuhra kelin pirpirab turgan yupqa labini tishlab yerga qaradi. Menga-chi? Fatima kelin astoydil xafa bo'lganidan lo'ppi yuzi qizarib ketdi. Bu sotingizda menga bitta ko'ylak topilmadimi? Sen ham bormiding? Xolposh xola yasama dashnom bilan qoshini chimirdi. Quruq qolsang o'lasan-a? Mayli, senga ham topamiz. Bor, gaping rost bo'lsa, oshxonadan qiyma taxtani olib chiqqanda ismaloqni maydala, somsa yopamiz. Ha, aytmoqchi, qizing qani? Popi qani? Fatima kelin ko'ylakdan quruq qolmasligiga ko'zi yetib mamnun iljaydi. Hozir shu taydi, yurgandir. Men so'roqlamasam o'zingni esingga ham kelmaydi. Xolposh xola boshini ta'na bilan chayqadi. Sendaqa onani mushuk yesin. Fatima kelin o'g'ilchasini bag'riga bosgancha darvozaga yugurdi. Oy popigu, qayoqdasan? Ha, sendaqa daydi qizni mushuk yesin. Xolposh xola Zuhra kelin ikkalamizni ayvon burchagiga turg'azib qo'yib, gazi bilan galmagaldan bo'y bastimizni o'lchay boshladi. Qomating zo'ramday bo'p qopti, Robi, dedi kulib. Ikkalanga bir qolipda tiksam bo'laverar ekan. Tap tayyor kelinda. Bir qo'lida o'g'ilchasini ko'targancha, bir qo'lida saqichanayotgan 5 yashar qizchasini yetaklagan Fatima kelin ayvonga yaqin kelib qah-qah urib kuldi. Nasib etsa yaqinda Robiyaxonning holvasini yeymiz, oyi. Ochilboy desa o'pkasidan oy ko'rinib yuribdi. Nima? Ochil? Seskanib Fatima kelinga qaraganidan Xolposh xola jerkib berdi. O'l, aynamay. Nima qilasan qiz bolani uyaltirib? Nega uyalarkan? Shokir akam aytdilar, Ochilboy Robiyaxonga sovchi qo'ymoqchimish. Alamimdan yig'lab yuboray dedim. Kim Ochilboy? Birdan esimga tushdi. Komil tabibning o'g'li. Maktabda ham ko'z oyna taqib yurardi. Qiltiriq. Kimsan akamdan oldinroq o'qigan.
Oyim bir ikki marta bobomga tabibning o'g'li xo'p yigit bo'pti, Toshkentdagi katta o'qishda o'qirmish, ma'lum bo'larkan degani qulog'imga chalingan edi. Shuni eslab qo'rqib ketdim. Negadir kimsan akam ko'z oldimga keldi. Ko'kragimni gaz bilan o'lchab turgan Xolposh xoladan yulqinib chiqib, ayvon zinalaridan sakrab tushdim. Qachon esing kiradi, juvon o'lgur? Xolposh xola gazining ikki chetidan changallagancha qo'lini mushlab Fatima kelinga dag'dag'a qildi. Hamma narsani gap deb gapiraveradimi? Hovlining yarmisiga borganimda Fatima kelin o'g'ilchasini quchoqlagancha orqamdan yetib keldi. Robiyaxon, ko'nglingizga kelmasin, eshitganimni aytdim-da. Qoching. Qulog'imgacha qizarib ketganini sezib, darvoza tomonga yugurdim. Shoshmang, Robiyaxon. Fatima kelin orqamdan lo'killab chopdi. Kechqurun Rashid abzining mo'rchasiga boramiz. Zo'ray kelamiz. Siz ham yuring, maza qilib cho'milib kelamiz. 11-trek. Hovlimizga kirishim bilan qandaydir yangilik bo'lganini sezdim. Bobom tandir oldida oqsoqol buva bilan chaqchaqlashib turar. Ikkalasining ham chehrasi ochiq edi. Qizim, bobom nosini tupurib iljaydi. Sigir muborak bo'lsin demaysanmi? Bor, onangga boqish. Molxona oldidagi gulini to'kkan gilosga bog'lab qo'yilgan kattakon ola sigirga ko'zim tushdi. Avvalgi xunajinimiz bir emas, 3 yil qisir qolganidan keyin bobom sotib yuborgan. O'shandan beri uyimizda 3-4 ta qo'ydan bo'lak mol yo'q edi. Yangi sigirni ko'rib quvonganimdan chapak chalib yuboray dedim. Sigirning sutga to'lib ketgan yelini yerga tegay deb tirsillab turardi. Oyim nuqul sigirning bo'yniga chizimcha bog'lashga urinar. Bog'loqlik bo'lishiga qaramay, nimaga bo'yniga qo'shimcha arqon solinayotganini tushunmagan sigir ha deb boshini silkitar. Oyim "Xo'sh, jonivor, xo'sh" deb qayta-qayta tarmashar, ammo bo'yi yetmay qiynalardi. Zotli sigirga o'xshaydi, ko'zikmasin. U ming mashaqqat bilan sigirning bo'yniga chizimchani ildi. Chizimchaga yarimta kalish osilgan edi. Zotli bo'lganda ham qanaqa-de, Golandska. Oqsoqol tantana bilan tushuntirdi. Bir kunda 3 chirp sut beradi. Duma o'zi kalta bo'lsa ham boshi toshni yoradi. Mol tanlashni biladi. Bobom bozorga oqsoqol bilan borganini, ikki o'rtoq bozorning eng oldi molini xarid qilishganini tushundim. Oyim pildirab oshxonaga kirib ketdi. Qirrasiga danakdek maska yog' yopishtirilgan chelak olib chiqdi. Tuvakday chelaging nima bo'ladi, hoy? Oqsoqol qo'lini paxsa qildi. Olib chiqmaysanmi kattarog'idan? Yo, paqiring ham o'zlaringga o'xshagan pakadami? Oyim muloyim jilmaygan ko'yi sigirning tagiga cho'nqaydi. Avval bitta chelakka sog'aylikchi, jonivor, dedi sigirnimi, oqsoqolnimi erkalab. Shukr, paqirdan serobi yo'q. Voy jonivor, tirsillab ketibsan-ku. U endi yelinga qo'l cho'zgan edi, sigir dumini silkitib, orqa oyog'ini depsitdi. Qashlab tursang-chi. Bobom menga gapirayotganini tushundim. Ildan borib, sigirning yo'g'on tomirlari bo'rtib turgan bo'ynidan silay boshladim. Xo'sh, jonivor, xo'sh. Sigir katta-katta ko'zlarini olaytirib, bir qaradi-da pishqirib qo'ydi. Ancha tinchlandi. Oyim endi yelinga qo'l tegizgan edi, yana seskanib ketdi. "O, savotsiz!" Oqsoqol astoydil jahl bilan o'shqirdi. "Aytdim-ku, bu sigir Golandska deb. O'risdan oldik. Gapirsang-chi, mundoq duma tiling bormi?" "To'g'ri." Bobom 3-4 qadam kelib tushuntirdi. Oqsoqol to'g'ri aytayapti. Bu Golandska sigir. O'rischa gapirmasang sut bermaydi. Oyim chelakni butiga qistirgancha zirillab turgan yelinga yana qo'l cho'zdi. "Bismillahirrahmanirrahim", dedi bor ovozda. "Yop pashamat, jonivor. Yop pashamat.
o'zim aylanay gomushimdan. Idi chort. Qiziq. Sigir tinchib qoldi. Chelakka pov sut tusha boshladi. Ana bilarkansan-ku. Yur ketdik duma. Karamniki bo'lishgandir. Oqsoqol bilan bobom uzun qisqa bo'lib ko'cha eshikdan chiqib ketishdi. Oyim hamon g'ayrat bilan yelin cho'zar, gollandska sigir uzun, oqish kipriklarini muloyim yumib turardi. Robiya qizim, yop poshamat. Jon qizim, yop poshamat. Oshxonada chelak turibdi. Tezroq chayibga, bolam. Idi chort. Ikkinchi chelak to'lguncha oyimning qo'li yelin cho'zib, og'zi yop poshamatlab charchab ketdi. Bir mahal qahqah kulgidan sigir ham, men ham seskanib tushdik. Sigir uzun, qiyshiq shoxini silkitib yonboshiga, kulgu yangragan tomonga qaradi. Oyim sut to'la chelakni olib qochaman deb orqasiga o'tirib qoldi. Qarasam 5-6 qadam narida Shomurod tog'am tizzasiga urib xoxolab kulayapti. Boshdan oyoq oppoq kiyingan. Oldiga uqa tutilgan shoyi ko'ylak. Kalaminka shim, oq tufli. U egilib kular, sochi chakkasiga yoyilib tushgan, ko'zidan yosh chiqib ketgan edi. "Opa", dedi entikib. "Nima deyapsiz, opa?" "Nima?" Oyim sigiri chala sog'ilganida g'ash kelib tog'amga chaqchaydi. "Ko'rmayapsanmi, sigir sog'ayapman. Pochchang sigir olib keldi, gollandska ekan. Og'zimiz oqarib qoldi." Shomurod tog'am kulgidan entikib menga qaradi. "Oy, nima dedilar hozir?" Indamay yelkani qisdim. "Aytayotgan gapingiz yomon gap-ku." Shomurod tog'am kula ko'zini artdi. "Unaqa demang, opa." Qilig'ing qurmasin." Oyim sut to'la chelakni avaylab ko'tarib o'rnidan turdi. "Sigir jonivorni ham qo'rqitib yording." "Yo'q, mayli-ku." Shomurod tog'am tag'in kuldi. "Unaqa demang-da, opa. Sigir bechorani so'kib nima qilasiz?" "Qachon so'kdim?" Oyim hayron bo'lib, goh Shomurod tog'amga, goh gollandska sigirga qaradi. "Bilmasam", dedi bo'shashib. "Toshkentga tushganimda ko'rganman. Ikkitasi bir-birini shunaqa deb chaqirayotgan edi." Shomurod tog'am har kelganida uzoq o'tirardi. Bu safar oyim bilan uyga kirib ketib, chorak soatcha bir nimalarni gaplashdi-da, yo'lga otlanib qoldi. Oyim ham o'tir deb qistamadi. Shu kuni oyim oqlikka qo'ni qo'shnining og'zi tegsin deb 7 eshikka sut ulashdi. Kechki ovqatga ham shirguruch qildik. Ona bola endi ovqatga o'tirgan edik. Kimsan akam ertalabdan beri ko'rinmas. Bobom Oqsoqol buva bilan dalaga ketgancha qaytmagandi. Eshik taqqillab Fatima kelin, Zuhra kelin kirib qolishdi. Ikkalasi boshiga dakana ro'mol tang'igan. Fatima kelin tugun ko'tarib olgan, Zuhra kelinning qo'lida tovoq, ismaloq somsa olib chiqibdi. Oyim sutli ovqatdan keyin ko'k somsa yema deb chirqillaganiga qaramay, ikkitasini mazza qilib yeb oldim. Shirin bo'pti. "Borasizmi?" dedi Fatima kelin qistab. "Opoqi, Robiyaxon bilan Rashid abzining mo'rchasiga borib kelaylik." Oyim ikkilanib qoldi. "Rashid abzi o'lsin, qachon qarasam mast. Mo'rchani kim istadi?" "O'zimiz." Zuhra kelinning qop-qora ko'zlari ishtiyoq bilan yonib ketdi. "Bir cho'milaylik." Rashid abzining uyi No'g'ayqo'rg'onning eng chekkasida. Parcha opa degan dumbul tentak xotin bilan qo'shni turishadi. Parcha opa-ku uyda deyarli yashamaydi. Erta bahordan kech kuzgacha daladami, odamlarning uyidami yotib qolaveradi. Ammo Rashid abzini qachon qarasa uyidan topasiz. Boshqa iloji ham yo'q-da. Qishin yozin abzinikidan odam aramaydi. Taxta devorning g'irasidan mo'ralasangiz, 2 terak pastlikda oqayotgan bo'rijarni ko'rib vahmingiz keladi. Ammo Rashid abzi parvo qilmaydi. Do'ppidekkina kulbasida bemalol yashayveradi. Abzi cho'loq. 20 yil oldin bo'lgan urushda bir oyog'idan ayrilgan.
yog'och oyoq taqib yuradi. Mahxov degan bosqinchi bechoraning chap oyog'ini qilishda o'z qo'li bilan chopib tashlagan ekan. Mahxov mahno demoqchi. Bobomning aytishicha, Abzi o'shanda ham tishini tishiga qo'yib turaveribdi. Sen mening oyog'imni chopding. Kun keladi, men sening boshingni chopaman debdi. Abzi Qozon degan shaharda davolanib yotganida chiroyli bir qiz uni yaxshi ko'rib qopti. Oti Roziya ekan. Ocharchilik yillari non izlab Toshkentga kelishibdi. Rashid Abzi xotinini jonidan yaxshi ko'rar ekan. Ammo Roziya qorni nonga to'yganidan keyin yomon ish qilibdi. Bir kechada poyezdga o'tiribdi-yu, begona yigit bilan qochib ketibdi. Rashid Abzi o'shandan beri so'qqa bosh. Qozonda turadigan opasidan bo'lak qarindosh urug'i yo'q. Pochtachilik qiladi. Ishi ko'pmas. No'g'ayqo'rg'onda kim kimga xat yozardi-yu, kim kimdan xat olardi. Abzi o'zi yaxshi kishi-ku, ko'p ichadi. Kuzda odamlardan uzum olib musallas soladi, ammo eldan ajramaydi. Qishloqda to'y bo'ladimi, ma'rakami, Abzi hammadan oldin yetib keladi. Samovar qo'yadi. Butun No'g'ayqo'rg'onda Rashid Abzining mo'rchasidan o'tadigan hammom yo'q. Kattadan kichik hamma shu mo'rchada cho'miladi. Oldinda ketayotgan Fatima kelin xursand bo'lib shang'illadi. Ishimiz o'ngidan keladigan bo'ldi. Zo'ra Abzining mo'rchasi bo'shga o'xshaydi. Rostdan ham Bo'rijarning tik sohilida qo'qqayib turgan mo'rchaning mo'risidan tutun chiqmas edi. Demak, mo'rcha bo'sh. Rashid Abzi so'qqabosh bo'lgani bilan uyini guldek qilib qo'yadi. Umuman butun No'g'ayqo'rg'onda 4 ta oq uy bor. Bittasi kolxoz idorasi, bittasi qulub, yana bittasi Orif oqsoqolning daldasi bilan kolxozchilar hashar qilib qurib bergan Umar Zakunchining hashamdor uyi. 4-inchisi Rashid Abzining kulbasi. To'g'ri, Abzining uyi Umar Zakunchinikiga o'xshagan salobatli emas. Zakunchining tomiga qizil tunika yopilgan. Abzinikiga qora qog'oz. Umar Zakunchi ham so'qqabosh, Abzi ham. Lekin Zakunchining sirlangan darvozasiga palutorka mashina bemalol sig'gani bilan unikiga soli so'poqdan boshqa odam yo'lamaydi. Abcharka degan qopag'on iti bor. Abzining eshigi tuynikdek ingichka bo'lsa ham hamma kelaveradi. Iti yo'q. Masha degan echkisi Abzining o'zidan ham yuvosh. Rashid Abzi xuddi o'sha yuvosh echkisining arqonidan tortib tajang bo'lib turgan ekan. Bir shoxi singan, soqoli sarg'ayib ketgan echki oldingi 2 oyog'ini taxta devorga tiragancha nuqul deraza oldidagi olcha shoxini uzib yemoqchi bo'ladi. Orqa oyoqlab tik turgani uchunmi bodiringdek yelilari dikkayib ketgan. Abzi yog'och oyog'ini yerga qadab arqonni siltab tortadi. Parazit cho'chqa, deydi xuno boshib. Boshida qizil baxmal do'ppi, egnida nimcha. Arqonni chiranib tortaverganidan ingichka bo'ynining tomirlari bo'rtib chiqqan. Echki yuvosh bo'lgani bilan o'ziga yetguncha qaysar ekan. Egasiga bo'y beray demaydi. Menga bering amaki. Fatima kelin arqonni bir siltaganida echki sho'rlik yon boshi bilan ag'darilib tushdi. O'rnidan turib Fatima kelinga ko'z qiri bilan adovatliroq qarash qildi. Norozi ohangda ma'rab qo'ydi. Parazit. Abzi echkining biqiniga yog'och oyog'i bilan o'xshatib tepdi. Echki dikirlab hovliga kirib ketdi. Murshag'ami? Kirigiz, dedi Abzi iljayib. Fatima kelin mo'rchaga o't qilayotganida Abzi kichkinagina fanus olib keldi. Kirigiz, dedi yana. Joningni rohatida bu mo'rcha. Cho'yan bandli pechkani yoqishingiz bilan qozonda suv isiydi. Pechka yonboshida tosh terib qo'yilgan maxsus joy ham bor. Yog'liqda suv olib sepsangiz vosh etib bug' ko'tariladi.
Mo'rcha darrov qizidi. Burchakda fonus sarg'ayib turgan katalakdek hammomda 3 kishi siqilishib qolar ekan. Damim qaytib ketdi. Fatima Zuhra kelinlar parvo qilmaydi. Bir-birining ustidan suv sepib qiyqirishardi. Mo'rcha burchagidagi liqildoq kursida shamshod taroq bilan sochimni tarab o'tirsam, Zuhra kelin boshimga egildi. "Uy!" dedi yerga tegib turgan ho'l sochimni kaftiga olib. "Yarmisini bering, Robiyaxon. Ola qoling, o'zi ham jonimga tegib ketdi. Yuvish qiyin." "Ha, ola qolingmish." Zuhra kelin qah-qah urib kuldi. "Yigitlar sochingizga ishqibozda, opovsi aylansin. Orqangizni ishqalab qo'yaymi?" U makka sochiqqa sovun surkab, kuragimni ishqalashga tushdi. Qo'li kichkina bo'lsa ham shunaqangi chayir ekanki, chinqirib yubordim. "Og'riyapti." "Voy, shunga shunchalikmi?" Zuhra kelin mo'rchani jaranglatib kuldi. "Erga tegsangiz, boring," dedim uyalib. Fatima kelin issiqda nafasim qaytib qolganini ko'rib, burchakdagi yog'och boshqadan sovuq suv olib quydi. Hovli tomondan avval garmon tovushi, ketidan Rashid Abzining xirildoq ovozda ashula aytgani eshitildi. "Ayda malay bozorga, pirashkilar asharga, pirashkilar kikirta, qizlar qashini sikirta." "Voy o'lsin!" Fatima kelin qiqirlab kuldi. Abzi yana ichib oldi shekilli zahariga. Zum o'tmay Rashid Abzi yana garmonini cho'zib qoldi. "Patiyim, patiyim, bir qo'shaqlab yatiyim." "Seni chaqiryapti, Poti." Zuhra kelin xandon otib kuldi. "Chiq!" Fatima kelin bo'liq ko'ksini makka sochiq bilan ishqalarkan iljaydi. Poti bilan qo'shmazor bo'lsin. Ko'kragim iyib ketdi. Tohir yig'layotganga o'xshaydi. Nima degan vaqti bo'ldi. Uchalamiz shaftolidek qizarib hovliga chiqqanimizda qorong'i quyuqlashib qolgan. Hali oy chiqmagan, ammo osmonda faqat bahor oqshomlari bo'ladigan nimtatir, mayin yorug'lik bor edi. Rashid Abzi kursida yog'och oyog'ini sog' oyog'i ustiga dikkaytirib ko'ndalang qo'ygancha, ko'zlarini yarim yumib garmonchalar ashula aytardi. Ajab, u xushchaqchaq qo'shiq aytardi-yu, ovozi mungli edi. Oqsoqolning kelinlari rahmat deganda ham ko'zini ochmadi. Garmon nola qilaverdi. "Meni toshlab qoya ketdi." Rashid Abzi yaxshi odam-ku, Roziya nega unaqa qildi? Nimaga birov bilan qochib ketadi? Xayol surib borayotgan ekanman, kallaklangan tol tagidan ajralib chiqqan qop-qora sharpani ko'rib, o'takam yorli yozdi. "Kim u, opa?" dedim Fatima kelinning pinjiga tiqilib. Oqsoqolning kelinlari ham to'xtab qolishdi. Boyagi sharpa sekin-sekin yaqin keldi. Salom berdi. "Kechirasizlar, kelinoyi," dedi ovozi titrab. "Robiyaxonda bir og'iz..." Yuragim gursillab urar. Uy tomonga yuguray desam, oyog'imda mador yo'q edi. Chamasi Fatima kelin ham esankirab qolgan. Nuqul "Kim u?" "Zo'ra? Hoy, kimsiz?" derdi. Zuhra kelin shaddod ekan. Lip etib oldimni to'sida sharpaga ro'para bo'ldi. "Ha, sizmisiz, Ochilboy?" dedi keskin ohangda. "Men kelinoyi." Sharpaning ovozi yana titrab chiqdi. "Kechirasizlar." "Nima gap, Ochilboy?" Zuhra kelin uning dovdirab qolganidan dadillanib dag'dag'a qildi. "7 nomus, bir o'lim. Bu nimasi yarim kechada qiz bolaning yo'lini to'sib? Ko'rganlar nima deydi?" "Uzr, kelinoyi." Ochilboy talmovsirab qoldi. Qo'rqibsa yana ham yaqin keldi. Ko'zoynagi yiltirab ketganini, iyagi titrayotganini ko'rdim. "Xafa bo'lmaysizlar." U avval Fatima Zuhra kelinlarga, keyin menga yuzlanib, qo'lini ko'ksiga qo'ydi. "Robiyaxon, shuni o'qib ko'rsangiz bo'ldi. Men yomon niyatda emas." Shunday deb
Shibini cho'ntagiga qo'l suqdi-da, allaqanday qog'oz chiqardi. Xatni endi uzatganida gurs-gurs qadam tovushi eshitildi. Allakim xalloslab kelgancha Ochilboyning qo'lidagi xatga chang soldi. Bu shu qadar kutilmaganda bo'ldiki, angrayib qoldim. O'sha zahoti Kimsan akamning ovozi qorong'i osmonni zirillatdi. "Ho, Shapko'r, pishirib qo'yibdimi senga?" U xatni burda-burda qilib Ochilboyning yuziga uloqtirdi. Bir parcha qog'oz Ochilboyning ko'zoynagiga ilinib qoldi. "Kimsanjon, ukam," Ochilboy qo'llari titragancha ko'zoynagini yechdi. "Singlingizga jon kerak bo'lsa jo'nab qol." Kimsan akam shunday vajohat bilan ustiga bostirib bordiki, Ochilboy beixtiyor orqaga tisarildi. "Ukam," dedi qaltirab. "Eshitdingmi?" Kimsan akam g'azab bilan pishqirdi. "Jon kerak bo'lsa tuyog'ingni shiqillat." "Ukam, men sening ukang emasman." Kimsan akam tishlarini g'ijirlatib ta'kidladi. "Tushundingmi?" "Kimsanjon?" Ochilboy shosha-pisha ko'zoynagini qaytadan taqdi. Qorong'ida ayanchli iljaydi. "Singlingizga..." "Singlim emas." Kimsan akam hayqirib yubordi. "Singlingizga yomonligim yana gapiradiya ketasanmi yo'qmi?" Kimsan akam g'ovonchadek mushtini baland ko'tarib Ochilboyga tashlanganida Zuhra kelin bilagiga osildi. "Qo'ying, uyat bo'ladi." "Uzr." Ochilboy tisarla zulmat qo'yniga singib ketdi. "Vahimangiz qursin, Kimsanjon." Fatima kelin endi tilga kirdi. Tfu, yaxshiyam qornimda bolam yo'q. Naq Shokir akamdan baloga qolardingiz." Kimsan akam "Bore, senga nima kerak?" degandek jahl bilan qo'l siltaganida opa singil kelinlar shosha-pisha yo'lga ravona bo'lishdi. "Qayoqda tentirab yuribsan yarim kechada?" Kimsan akam yuzimga chaqchayib qaradi. Qorong'ida ko'zlari yonib turardi. Voy bu, yuvoshgina Kimsan akamning jahli shunaqa yomonligini bilmagan ekanman. Qiziq, uning dag'dag'asi ham g'ashimga tegar, ham yoqar edi. "O'zim?" dedim bo'sh kelmay. "Rashid abziyning mo'rchasiga borgandik. Oyimga aytganman." O'sha Rashid abzingni." Kimsan akam yosh bolani yetaklagandek qo'limdan siltab tortgancha 5-6 qadam yurdi-da, to'satdan to'xtab qoldi. "Robiya?" dedi ko'zimga tikilib. Qo'limdan shunaqa qattiq qisdiki, dodlab yuboray dedim. "Robiya, agar o'sha Shapko'r yana yo'lingni to'ssa, qo'yib yuboring," dedim qo'limni siltab. "Qoching, tilib tashlayman." Uning ovozi titrab ketdi. "Eshitib qo'y, ikkalangni ham." Birdan qo'llari bo'shashib, boshini quyi soldi. "Robiya, tushunsang-chi axir, jinni, menga keraksan. Bildingmi? Juda ham keraksan." Yuragim gursillab urgancha uyga yugurib ketdim. Sevinishni ham, xafa bo'lishimni ham bilmasdim. Orqa tomonda Kimsan akamning hayqirig'i yangradi. "Robiya!" Hovliga uchib kirdim. Yaxshiyam bobom yo'q. Oyim molxonada sigirga qarayotgan ekan. Anchagacha hovlining qorong'i burchagiga borib hurpayib turdim. Nazarimda yuragimning urishini butun dunyo eshitayotgandek edi. Oyim qo'lida faonus bilan molxonadan chiqdi. "Keldingmi, qizim? Qayoqdasan?" dedi alanglab. "Sutli ovqat ustidan ko'k somsa yemagin devdim-ku." Bir pasdan keyin Kimsan akam kirib keldi. Ayvon oldida ro'para bo'ldik. Qip-qizarib terlab ketibdi. "Ovqat yeysizmi?" dedim ko'ziga qaramay. "Shirgirich qiluvdik, yangi sigirning sutidan." Kimsan akam gollandska sigirni ko'rgan shekilli eng katta yangilikka uncha e'tibor bermadi. Yarq etib ko'zimga qaradi-da iljaydi. "Obke, tosh bo'lsa ham yeyman." "Suyunchi beringlar, bolalarim," dedi oyim fonusni tokchaga qo'ya turib. "Tog'angni to'yi yurishib qoldi. Nasib etsa mayram kuni nikoh." Azza-bazza xontaxta ro'parasiga o'tirib qo'l ochdi. "Iloyo qo'shgani bilan qo'sha qarisin, o'zidan ko'paysin.
senlarga ham yaxshi joylardan ato qilsin. Avval singlingni to'yini qilamiz-da, o'g'lim. Zimdan razm solsam, Kimsan akam menga qarab o'tiribdi. Taomilda qiz bola oldin uzatiladi, bolam, dedi oyim bilag'onlik bilan. Singlingni to'yiga sen bosh bo'lasan, sening to'yingga Robiya bosh bo'ladi. Ko'nglim g'ash tortdi. Laganni ko'tarib oshxona tomonga yurayotganimda oyim maqtandi. Tog'ang balo ekan, Kimsan? Kelin bo'lmish Ra'noxon ikki jahonning biri. 3 marta sovchi bo'lib bordim-u, baribir pishmaydigan savdo deb o'ylagandim. Shundoq qiz Shomurodga tegishiga aqlim yetmovdi. Yo'q, tekstilda birga ishlab, yulduziga to'g'ri kelgan ekan. Quda tomon oxiri ko'ndi. To'yga bormasalaring bo'lmaydi, bolalarim. Ikkalasi bir-biriga ko'ngil qo'ygan bo'lsa, bo'pti-da, dedi Kimsan akam katta odamlardek salmoqlab. Zimdan menga qarab qo'ydi. Hamma gap shunda, oyi. Ajab, shu kecha dadam yana tushimga kirdi. Kimsan akam ikkalasi qulupnay terib yurishganmish. Dadam qulupnay terib nuqul Kimsan akamga uzatarmish. Yuzini aniq ko'rmasmishman-u, yakkash kularmish. 12-trak. 4. Toshkentdagi tomosha. Shomurod tog'amning to'yiga 3 kun qolganda Kimsan akam g'alati gap topib keldi. Tog'amning to'yiga bormaysan? Hayron qoldim. Voy, nega? Xafa bo'lmaydilarmi? Juda borgin kelsa, challarga borasan. Kimsan akam quvlik bilan ko'zini qisdi. Nima qilsang qil, to'y kuni bir bahona top. Boshim og'riyapti deysanmi, kasalman deysanmi, xullas, u yog'ini o'zing kelishtirasan. Sizchi? Dedim o'smoqchilab. Kimsan akam bir nima o'ylab topganini ko'nglim sezib turardi. Meni qo'yaver. Bir kun oldin borib, qozon qurar bormi, bazm bormi, hammasini boplayman. Lekin sen nikohga bormaysan. Men ham bormayman. Ichimda Kimsan akamning gapiga ko'nib tursam ham qaysarlik qildim. Nega bormas ekanman? Boraman. U buyruq qilib oshirib yuborganini sezdi. Robiya, dedi yalinib. Xo'p degin, keyin xursand bo'lasan. Xo'p demadim-u, baribir aytganini qildim. Ertaga nikoh degan kuni daladan barvaqt qaytdim. Hamma qatori ketmonchilik qilayotganimga 3 yil bo'ldi. Avval oyimga ko'maklashib yurdim. Keyin o'zimga ham mehnat kuni yozadigan bo'lishdi. Boshim og'riyotganini bahona qilib azza-bazza yotib oldim. To'y tashvishi chiqqanidan buyon ko'tarmaga, Shomurod tog'amnikiga kuniga 3 martadan qatnayotgan oyim ahvolimni ko'rib qo'rqib ketdi. Voy, mengina o'lay, bu tashvish ham bor ekanmi? Deb boshimda parvona bo'lib qoldi. Qizg'aldoq oftob urgan, deb qatiq ichirdi. Ko'zikkansan, deb isiriq soldi. Ertalabgacha baribir tuzalmadim. Tong otganda bobom bilan oyim maslahat qilishdi. Robiya kasal, yolg'iz tashlab ketib bo'lmaydi, dedi bobom. To'y nima, g'at-g'ut etadi, bir kunda o'tib ketadi. Qizingni sog'ligini o'yla. Sho'rim qursin, bitta ukamni to'yiga bormasam qandoq bo'ladi? Birov senga borma deyaptimi? Bobom jahl bilan to'ng'illadi. O'takang yorilmasin. Boramiz, sen ham, men ham. Singlisidan kimsa xabar olib turadi. Ba'zimga bordi, bo'ldi-da. Xotin xalaj ishida nima bor, ho'kizdan yigitga. Bobom bilan oyim yasanib chiqib ketgan zahoti Kimsan akam iljayib kirib keldi. Aytmadimmi zo'r bo'ladi deb. Tur, otlan. Qayoqqa? Shaharga boramiz. Bugun bayram, teatrga tushamiz. Oyim kelib qolsalarchi? Dedim xavotirlanib. Challarni o'tkazmaguncha kelmaydilar. Atlas ko'ylagingni kiy.
Shu bugun o'zimning ham rosa poson bo'lgim kelardi. Xolposh xola tikib bergan atlas ko'ylagimni kiydim. Sochimni ikkita qilib o'rib, chamanda gul do'ppini boshimga ildim. Faqat o'sma qo'yishga ulgurmadim. Ayvonda Kimsan akamning nuqul ma'noli yo'tilayotganini eshitib chiqsam, allaqachon otlanib bo'pti. Soqoli qirtishlab olingan, egnida oq jujun ko'ylak, oyog'ida xrom etik, ko'zlari muloyim kulib turibdi. Ko'nglim bir qalqib ketdi. Kimsan akam shunchalik kelishgan yigitligini endi payqaganimga o'zim hayron qoldim. "Robiya", dedi u yalinib. "Iltimos, sochingni chambarak qilib olgin." "Voy, nimaga? Qaysi kuni Rashid Abzining hammomida Zuhra kelin, yigitlar sochi uzun qizni yaxshi ko'radi degani esimga tushdi. Yerga tegay deb turgan 2 o'rim sochimga qaradim. Yomonmi? Yaxshi-ku, menga chambarak qilganing yoqadi. Nachora, aytganini qildim. Tuproq ko'chalardan uzoq yurdik. Kimsan akamning xrom etigi, mening g'archli loduskam changga belandi. Biroq ikkalamiz ham bunaqa mayda chuydalarga parvo qiladigan ahvolda emasdik. Osmonda bahor quyoshi erkalanib jilmayadi. Ko'chaning ikki betidagi bargak chiqargan tollar hozirgina sochini yuvib, oftobda quriyotgan qizdek tamanno qiladi. Qushlar oshiyon qurish tashvishida chug'urlaydi. Yo'l chetida qip-qizil qizg'aldoqlar gilamdek tovlanadi. Ko'klam shabadasida mastona bosh chayqaydi. Qizg'aldoqlar orasida onda-sonda ko'zga chalinib qolayotgan chuchmomalar olamga munis mo'ralab qaraydi. Ajab, shu ko'chalardan avval ham o'tganmidim? Ilgari ham ko'klam bo'lganmidi? Nimaga shu gullarni avval ko'rmagan ekanman? Bu dunyo shunaqa chiroylimi? Oftob shunaqa mayinmi? Qizg'aldoqlar shunaqa ko'pmi? Kimsan akam 3-4 qadam oldinda boryapti. Bilaman, u ham ikkalamiz yonma-yon yurishimizni xohlayapti-ku, uyaladi. Odamlar yomonda, darrov gap qiladi. Katta aka-singil qo'l ushlashib yuribdi, deydi. Aka-singil. Bir hafta avval Kimsan akam Ochilakaga nima dedi? O'zi ham kapalaga uchib ketdi ochil sho'rlikning. Kimsan akam ajab qildi. Ikkinchi yo'limni to'smaydigan bo'ldi. Nihoyat tramvay aylanadigan joyga keldik. Odam birdan ko'payib ketdi. Xo'rozqand shimgan bolalar, gaz suv do'koni oldida navbat kutib turgan shlyapali kishilar, pista chaqqan olifta xotinlar. G'ishtin devor orqasida osmon baravar mo'ridan tutun chiqib yotibdi. Tekstil shu, dedi Kimsan akam tushuntirib. Ertalab soat 5 da gudok chaladiganmi? Ha, topding. Kimsan akam mo'riga imo qildi. Shomurod tog'am shu yerda ishlaydi, master. Hayron bo'ldim. Voy, bu ko'tarmadan shu yoqqa qatnaydilarmi? Nima qilibdi? Dashni poyezdga o'tirib kelaveradi. Ana tramvay, chopdik. Kimsan akam qo'limdan ushlab sudrab ketdi. Tramvay tiqilinch edi. Yasan-tusan qilgan yigitlar xoxolab kuladi, qizlarga gap otadi. Kimsan akam qovog'ini solib bilagimdan ushlab oldi. Kafti qaynoq edi. Jangoh degani ajab tovur bog' ekan. Musiqa tinimsiz gumburlaydi. Temir panjara tepasiga "Yashasin 1-may" degan shior, Stalinning surati ilingan. Patta olib ichkariga kirdik. Yo'lkalarga qizg'ish qum sepilgan. Karnay surnay nog'ora sadolari quloqni qomatga keltiradi. Dorbozlar osmon falakda langar cho'pini salanglatib o'yin ko'rsatadi. Polvonlar kurash tushadi. Nayzangul o'ynayotgan lo'ttibozlar tomoshabinlarni chorlaydi. Kep qoling, tomoshaning zo'riga kep qoling. Bir tomonda doshqozon to'la osh, bir tomonda kabob,
Kimsan akam ikkalamiz kabob yeb, zildireski suv ichdik. Teatrga kirganimizda oqshom tushib qolgan edi. Shuncha duxobani qayoqdan olishdi ekan? Oyoq ostiga cho'g'dek gilam tashlashgan, kursilarga qizil baxmal sirilgan. Kattakon sahnani ham qip-qizil baxmal to'sib turibdi. Bo'yi 50 quloch, eni 40 quloch kelar. Tomoshaning oxirida Ofeliya jinni bo'lib qolganini ko'rib qo'rqib ketdim. Ikki qo'llab Kimsan akamning bilagidan changallab oldim. "Nega?" dedim titrab. "Bechoraning aybi yo'q-ku." Kimsan akam sekin yelkamdan quchdi. "Gamletning ham aybi yo'q." Teatrdan yig'lab chiqdim. Tramvayda tekstilgacha keldik. U yoqqa piyoda ketdik. Kimsan akam tuproq ko'chada tap-tap qadam tashlab oldinroqda boryapti. Ertalabku birov ko'rib qolmasin deb qo'rqqan edi. Hozir qorong'u-ku. Nega yonma-yon yurmaydi? Qo'rqoq. Dimog'imga olma gulining hidi uriladi. Chigirtkalar qo'ng'iroq chaladi. To'qay tomonda bedana pit-pildiq otadi. Kun botar ufqda tilla qoshdek nozik oy yaltirab turibdi. Yangi oy. Oyim qiziq. Har gal yangi oy chiqqanida niyat qiladi. Iloyo yanagi shu kun, shu oylarga omon eson yetaylik. Kelasi oy chiqquncha nimalar bo'lar ekan? Biz ham omon eson yetib olaylik. Bobom, oyim, men, Kimsan akam birgalashib yetaylik. Ana u kuni oyim nega unaqa dedi? Avval seningni to'yini qilamiz, keyin senikini. Nimaga endi? Axir Kimsan akam o'sha kuni aytdi-ku, sen menga keraksan jinni, dedi-ku. Bargash chiqargan tol panasiga yetganda Kimsan akam taqqa to'xtab qoldi. Xayol surib kelayotgan ekanman, tog'dek yelkasiga urilib ketdim. U shaxt bilan o'girildi. "Robiya", dedi qo'limdan tutib. Kaftining qaynoq taftidan bilagim yonib ketgandek bo'ldi. Qo'limni tortib olmadim. Tortib olgim kelmasdi. Lekin darrov gapni boshqa yoqqa burdim. "Nega unaqa? Ofeliyaning aybi yo'q edi-ku." "Ofeliyangni qo'ya tur." Kimsan akam ko'zimga diqqat bilan tikildi. Uning yosh bola emas, katta, og'ir bosiq odam bo'lib qolganini yana bir marta his etdim. Ana u kuni oyim nima degani esingdami? O'zimni go'llikka soldim. Nima dedilar? Ra'no opa bilan Shomurod tog'amning yulduziga to'g'ri kelgan ekan. Xudo tomon ro'yxushlik bermasa ham bugun to'y bo'lyapti. To'g'rimi? Bundan chiqdi Kimsan akam ham mening xayolimdagini o'ylab kelayotgan ekan. Qiziq. Yoningdagi odam ko'nglingdan o'tganini aniq bilsa g'alati bo'lar ekan. Kimsan akamning baquvvat qo'li bilagimni qisib turishi yoqar edi. Robiya. U bilagimni battar qisdi. "Rostini ayt. Ochil aka nega xat berdi senga? Yo o'zing ham?" "Ha, gap bu yoqda ekanda. Men nima darddayu bu kishim alam qilib ketdi. Qo'yvoring", dedim yo'l qilib. "Men qattan bilaman?" "Robiya." Kimsan akam yuzimga tekkudek yaqin keldi. Ham shiddat, ham o'tinch ohangida so'radi. "To'g'risini gapir." "Tentak, ahmoq, kuchim boricha qo'limni silkitib depsindim. Qo'yvoring, shuni suvga aytsin o'sha shapko'r. Kerakmas, o'zi ham boshida qolsin, xati ham." Kimsan akamning qo'llari bo'shashdi. "Rost-da? Shu gaping rost-da, Robiya?" "Rost bo'lmasa, sen bilan kelarmidim? Oyimni aldab kasal bo'larmidim?"
Ichimda shu xitob yangradi-yu, sirtimga chiqarishga yuzim chidamadi. Chopib ketdim. Orqamdan Kimsan akamning yugurib kelayotganini, halloslab nafas olishini sezib turardim. Xuddi bir vaqtlar dadamni olib ketgan mashina ketidan yugurganimda orqamdan chopgandek. Bilmadim. Ehtimol o'shanda zarang yerni mushtlab yig'laganimda, unaqa qilmagin Robi deb yalinganda suyanib qolgandirman unga. To'g'ri. U paytlarda yosh bola edik. Shundoq bo'lsa ham oxiri u menga yetib oldi. Yelkamga kaftini avaylab bosdi. Robiya, dedi o'tinib. Tushungin axir, sen menga juda ham keraksan. U yog'iga sekin ketdik. Yangi oy nozik qoshini chimirib ma'noli jilmayib turar. Chigirtkalar mastona nag'ma chalar. Faqat oldinda alvasti ko'prik tahdidli guvillab ko'ngilga g'ashlik solar edi. Uyga kelsak hech kim yo'q. Oyim-ku challarni o'tkazmay kelmaydi. Bobom ham to'ydan qaytmabdi. Ovqat qilaymi? Dedim Kimsan akamning ko'ziga qarashga uyalib. Kimsan akam jilmaydi. Dam olsangchi, jinnivoy. U ayvon o'rtasida ikkilanib turib qoldi. Yana nimadir deyishini xohlardim. Ayni paytda gapirishidan qo'rqar, andisha qilardim. Mayli bo'lmasa. U etigini yechib uyga kirib ketdi. Etigini chetga olib qo'ya turib, paytavasi terlab ketganini bildim. Qarasam, ayvon burchagida qizil belbog'i ham turibdi. Oshxonaga kirib suv isitdim. Avval qiyiqchani, keyin paytavalarni yuvdim. Hammasidan yoqimli bir is. Kimsan akamning hidi kelardi. Kirlarni dorga ila turib, xayolimga g'alati o'y keldi. Nimaga bunaqa bo'lganini o'zim bilmayman. Nami qurmagan qiyiqchani yulqib oldim-u, yugurib uyga kirdim. Narigi xonadan Kimsan akamning xo'rsingani eshitildi. Hozir kirib keladigandek eshigimni zanjirlab oldim. 7-lampani tokchaga qo'yib, qutini titkilay zangori ipak topdim. Tizzamga muzdek unnayotgan qiyiqcha burchagiga lotincha K virgul R degan harflarni tika boshladim. Mendan kashtasi chiqmas ekan. Harflar qing'ir qiyshiq bo'lib ketdi. Shu arzimagan ishni bitirguncha tong bo'zardi. Nam qiyiqchani tizzamga qo'ygancha uxlab qopman. Ertalab eshikning taqillashidan uyg'onib ketdim. Robiya, dedi Kimsan akam eshik orqasida turib. Men ketdim. Tentak. Derazadan kelsa-ku ochiq turibdi. Shoshmang. Qo'limda qiyiqcha bilan uchib borib eshikni ochdim. Choy ichmaysizmi? Kech qoldim. Dalada icharman. To'xtang bo'lmasa. Ayvon burchagida turgan qutidan 2ta non olib qiyiqchaga o'ray boshladim. Shoshilgim kelmas. Kimsan akam qiyiqcha chetidagi yozuvni ko'rishini xohlardim. Nihoyat u qizil qiyiqcha burchagidagi zangori harflarga ko'zi tushib yaqin keldi. Nima bu? Dedi boshimga egilib. Qiyiqchangiz? Hech nimadan bexabar odamdek tugunni uzatdim. Mang, kir bo'lib ketgan ekan, yuvdim. Aytmoqchi, paytavangiz dorda turibdi, qurigandir. Robiya. Kimsan akamning ovozi titrab ketdi. Qo'lini yelkamdan olib tashladim. Qoching, sigir sog'ishim kerak. Sutini tortib qo'ysa, oyim urushadilar. 13-trek. 5. Urush.
Bizning tomorqadagi chillaki hammanikidan oldin chumak uradi. Boshqalarniki endi sho'ra chiqarganida bizniki rang oladi. Boshqalarnikiga endi rang kirganida bizniki g'arq pishadi. Bu yil ham shunaqa bo'ldi. Oyim Kimsan akam ikkalamizga buyurdi. Uzumning pishganidan teringlar. Tog'angga olib boraman. Kelinimning og'zi tegsin. Oyim kelinim degancha bor. Challar kuni Shomurod tog'amnikiga borganda Ra'no kelinoyimni ko'rib og'zim ochilib qoldi. Oppoq g'ijim ro'mol o'rab 3 marta salom qildi-yu, shundoq ro'molini ochsa, tavba, bunaqa chiroyli qizni umrim bino bo'lib ko'rmaganman. Qalamda tortilgandek qoshlari, yonib turgan qop-qora xumor ko'zlar, sutday oppoq yuz, ingichka iyagidagi mitti xoli, angishvonadek og'zi hammasi ataylab chizib qo'yilgan suratga o'xshaydi. Rostini aytsam, qiz bola bo'la turib o'zimning havasim keldi. Ra'no yangamni bir ko'rishda yaxshi ko'rib qoldim. Shuning uchun oyim kelinimning og'zi tegsin deganida Kimsan akam ikkalamiz shosha-pisha tomorqaga yugurdik. Endi uzum olmoqchi bo'lib turgan edik, bobom bilan Oqsoqol buva kelib qolishdi. Oqsoqol uzumlarni ko'rib, boshini sarak-sarak qildi. Nima balo, Duma? Uzumingni tagiga kechasi bilan olov yoqib chiqasanmi? Tufde, ko'zing tegadi. Bobom pakana gavdasini g'oz tutib ko'ksiga mushladi. Kim deb o'ylayapsan bizni? Yo'lini bilish kerak, yo'lini. Bilsang ayt mundoq, pajalista. Yana pajalista deydi-ya. Bobom Oqsoqolning yuziga sapchigudek chaqchaydi. 1000 marta aytganman shu gapingni tashla deb. Kechirasan, Duma, og'zimdan chiqib ketdi, dedi Oqsoqol iljayib. Og'zing o'lsin. Oqsoqol pajalista desa bo'ldi, bobomning jini qo'ziydi. Buni o'z tarixi bor. Oyim aytib bergan. Oqsoqol kolxozga endi rais bo'lgan paytlari bobom kechasi Makkaga suv tarab yurib uxlab qopti. Suv toshib ketdi. Makkaning ildiziday mo'rt narsa bo'lmaydi. Bir pasda allaqancha Makka tappa-tappa yiqilib tushibdi. Shu ishning ustiga Oqsoqol kelib qopdi-yu, bobomni siquvga olibdi. Nima balo, xotiningni qo'yniga kirib ketdingmi, undoq-bundoq, debdi. Bobomning ham jahli yomon emasmi? Ole suvchiligingni, shu ishni qilmasam ochimdan o'lamanmi, debdi. Suvchilik qilmasang pajalista, debdi Oqsoqol o'dag'aylab. Bobom o'sha kundan ishga chiqmay qo'yibdi. Oradan 3 kun o'tibdi, 4 kun o'tibdi. Bir haftadan keyin Oqsoqol yalinib ketdi. Ay Duma, esingni yedingmi? Dalada shuncha ish turibdi, chillali xotinday yalpayib yotishga uyalmaysanmi, desa bobom chiyillab beribdi. Bor, ishingni qil. Sen rais bo'lgan kolxozda ishlamayman. Oqsoqol qarasa ish chatoq. Eng zo'r dehqon uyga kirib yotib olgan. Oxiri raykomni boshlab ketdi. Raykom ham yalinibdi. Siz eng tajribali dehqonsiz, Duma, debdi. Bunaqa araslab yotish sizga yarashmaydi. Ertadan ishga chiqing. Chiqmayman, debdi bobom alamdan tutoqib. Xizmatini qilib, endi otim pajalista bo'ldimi? Raykom negadir iljayib qo'yibdi-da, Oqsoqolga siyosat qila ketibdi. O'zingiz pajalista, Oqsoqol, ota buvangiz pajalista, aka-ukalaringiz pajalista. Qo'ying, Duma, xafa bo'lmang. Siz pajalista emassiz. Bobom darrov hovuridan tushibdi. Unaqa demang, o'rtoq Raykom, debdi murosiga kelib. Ota buvasiga til tekkizmang. Otasi rahmatli yaxshi odam edi. Akasi ham pajalista bo'lgan emas. Mayli, o'zim pajalistaman, debdi Oqsoqol. Bo'ldimi? Qutuldim menda ovsar. Sen ham pajalista emassan. O'sha gapingni qaytib olsang bo'ldi.
Bobom shunday debdi-da, ketmonni ko'tarib dalaga chiqib ketibdi. O'shandan beri oqsoqol pajalisa degan gapni kam ishlatadi. Ayniqsa bobomga. Hozir ham oqsoqol bobomning jini tutib ketganini bilib, darrov oldini oldi. Bilmasdan aytdim-da, o'rtoq, dedi iljayib. Ammo uzuming zo'r bo'pti. Barakasini bersin. Menga ham o'rgat yo'lini. Talash degan narsani bilasanmi? Bobom oqsoqolga g'olibona qaradi. Har qandoq meva bo'lmasin, o'rikmi, uzummi nishoni berganda norasta bolalarga talash qildirish kerak. O'shalar to'yganidan qolgani barakali bo'ladi. Men ham bu uzumning birinchi hosilini bolalarga talash qildirganman. 18 yil bo'ldi. Kimsanim endi tug'ilgan edi. Sena? Oqsoqol belkurakday kafti bilan tizzasiga urib maza qilib kuldi. Tomorqangni ustidan chug'urchuq uchib o'tishga qo'rqadi-ku, ziqna. Boshqa siring bor, aytaver. Aytaymi? Bobom oqsoqolga qo'lini cho'zdi. Nosdan ol. O'la nokas. Oqsoqol inqillab-sinqillab shimining cho'ntagiga qo'l suqdi. Nos to'la atir shishani bobomga uzatdi. Ma, bitta gapni ham teginga aytmagin. Kerakmas, o'zimniki bor. Bobom uzun kamzulning cho'ntagidan qizg'ish nos qovog'ini chiqardi. Mendan tilanmagin deb ataylab so'radim. U ko'zini qisibroq iljaygancha nos otdi. Hech qanaqa sirpiri yo'q. Bir pas o'ylab turdi-da, to'satdan so'rab qoldi. Xonadoningda necha kishi bor? Javob kutmay kaltabaqay barmoqlarini bukib sanab ketdi. Seni o'zing bir, chevar xotining 2 o'g'il, 2 kelin, 4 ta. Hammasi 6 ta bo'ldimi? Yana 2 nevarang bormi? Bo'pti-da. Har bittasi ho'kizday keladigan shokiring bor, zokiring bor. Potma zo'ra kelining bor. Qish chillasida o'shalarni ishga sol. Hojatxonaning kesagini tashtasan. Tokning tagini odam bo'yi kavlaysan. Shuning uchun qachon qarasa kesak titkilab yurar ekansan-da. Oqsoqol bir g'ujum uzumni og'ziga solib kulimsiradi. Bo'ldi, tushundim. Senga nima? Yeding-ku. Qalay, mazasi shirin ekanmi? Bobom xixiylab kuldi. Kesakni quvvati ja zo'r bo'ladi, oqsoqol. Senga o'rgataverib, o'zimga qolmadi. Qo'ysang-chi. Oqsoqol qo'l siltadi. Bunaqa ishlarni o'zim ham bilaman. Lekin hayronman. Bu yil mening uzumimga kul tushdi. Hovlining devorini baland, tomorqanikini past ol degan hikmat bor. Eshitganmisan? Eshitmagansan? Bobom bilag'onlik bilan tomog'ini taqqillatgan edi. Ichiga nos ketdi shekilli, ko'zi ola-kula bo'lib o'qchidi. O'la, dedi tupurib. Ishkomingdan shamol o'tib tursin, kallavaram, bo'lmasa kul tushaveradi. Ikki o'rtoq hangomalashib, pastak eshikdan hovliga kirib ketishdi. Yuring, dedim Kimsan akamni qistab. Tezroq uzaylik, oyim kech qolmasinlar. Ishkom oralab ketdik. Quyosh qizdiradi. Toki yaproqlari unsiz tebranadi. Oftob nurini emib qizargan uzum boshlari sollanib turibdi. Allaqayerda g'urrak g'urillaydi. Kimsan akam qoraygan uzum boshlari g'uj bo'lib turgan tok oldiga kelib to'xtadi. Osilib bag'azga chiqdi. Zalvaridan ishkomning narigi boshigacha lopillab ketdi. Buyursinlar, dedi bir oyoqda bag'azga osilib. Qaysi birini uzay? Mana shunimi? U tuzuk quruq qizarmagan uzum boshiga qo'l cho'zdi. Xomku unisi. Tepasidagini uzing, dedim savatni biqinimga tiragancha yaqin kelib. Bunimi? Kimsan akam undan ham xomroq boshini ko'rsatdi. Shunisinimi? Yo'q, ana tagida turibdi-ku. Ha, mana bunimi? U yana jinnilik qilishga tushdi. Hozir uzamiz-da. Kula-kula dashnom berdim.
Yo'q, ana-ku, peshonangizga tegib turibdi. Mana bunimi? U butunlay ko'm-ko'k uzun boshiga qo'l cho'zdi. Mana shuni-ya. Jinnimisiz? Unimas, qorayib turgani bor-ku. Nima balo? Xom uzumni pishganidan ajrata olmaysizmi? Kimsan akam nihoyat g'arq pishgan chillakini topdi. Bir donasini uzib og'ziga soldi. Oh. Shunaqangi shirinki, yesang labingga yopishib qoladi, Robiya. Bo'ling. Turgan joyimda oyoq depsib qistadim. Oyim shoshayaptilar. Kimsan akam tezroq ishlash o'rniga battar tegajaqlik qila boshladi. Voy bo! Bunaqa shirin uzumni umrimda yemaganman. Asal. Ishonmasang yalab ko'r. Labing yopishib qolsa, o'zim ajratib olaman. Oyim urushib beradilar, inson qorong'ida alvasti ko'prikdan qandoq o'tadilar? O'zingiz olib borib qo'yasizmi? Sen ham borsang olib borib qo'yaman. Kimsan akam iljayib chillakini uzatdi. Qani, och savatingni. Savat yarimlab qolganida tomorqaning pastak eshigi qiyqilladi. Bobomning yo'talgani eshitildi. Kimsan akam ikkalamiz darrov sipo bo'lib qoldik. Sekin qarasam, bobomga ergashib oyim ham pildirab kelyapti. Bobom ishimizni bir zum tomosha qilib turdi-da, Kimsan akamga buyurdi. "Tush. Nega bobojon?" dedim qo'limdagi savatga imo qilib. Hali to'lgani yo'q-ku. Kimsan akam dorbozlardek bir oyoqlab bag'azga osilgan ko'yi biz tomonga yuzlandi. Oyim teskari qarab, kafti bilan yuzini to'sgancha hiqillab yig'lab yubordi. "Urush boshlanibdi", dedi bobom siniq ohangda. "Yurtimizga nemis bostirib kiribdi." Hiqillab yig'layotgan oyim to'satdan ovozini baralla qo'yib yubordi. "Voy sho'rim, bu balo qayoqda turgan ekan? Sho'rginam qursin." "San nima-ye?" Bobom o'shqirib berdi. "O'chir." Hayron bo'lib oyimga qaradim. Nega yig'laydi? Urush boshlansa nima bo'pti? O'zi anchadan buyon urush degan gaplar yurardi-ku. Kimsan akam yerga sakrab tushdi. Qurigan kesakka qoqilib munkib ketdi. Rangi quv o'chib, entikib nafas olayotganini sezdim. U avval menga, keyin oyim bilan bobomga qaradi. Yuziga qon tepib bo'g'riqdi. Ko'ylagining qayrilgan yengini tushirib, indamay ketayotganida oyim ko'zlari olayib yo'lini to'sdi. "Qayoqqa?" "Oyi", Kimsan akam najot kutgandek bobomga qaradi. "Bormasam bo'lmaydi." "Nima?" Oyim qop-qora, qalin lablari titrab Kimsan akamni quchoqlab oldi. "Bormaysan. Tilab olgan bolamni ajalning og'ziga yubormayman." Keyingi so'zlar uning ko'ksidan nido bo'lib chiqdi. Shundagina ro'y bergan voqeaning dahshatini birdan his etdim-u, etim seskanib ketdi. Yo'q. Oyim cho'kkalab qoldi. Kimsan akamning oyog'ini qo'shqo'llab changalladi. "Ketmaysan." "Dada." Kimsan akam oyimning qo'llaridan oyog'ini tortib olishga urinar ekan bobomga qaradi. "O'chirsang-chi, ahmoq xotin." Bobom olmadek mushtini do'laytirib dashnom berdi. "Birov bolangni olib borib, to'pining og'ziga tiqayaptimi?" Oyim baribir Kimsan akamni qo'yib yubormadi. "Yo'q", dedi yosh to'la ko'zlarida iltijo bilan. "Borma, jon bolam." Bir chekkada karaxt bo'lib turardim. Nimadir biqinimga qattiq botayotganini endi sezdim. Qarasam, yarim savat uzum. Nima keragi bor? Kimsan akam ketsa, uzum yegandan ko'ra zahar yeganimiz yaxshi emasmi? Behush bir alpozda savatni yerga qo'ydim. Zor qaqshab yig'lashidan eridi shekilli, bobom Kimsan akamning oyog'idan quchoqlab muk tushib o'tirgan oyimning boshiga egildi. "Onasi", dedi sekin. "Yurtga kelgan to'y.
hamma urushga borsa-yu, kimsan toshbaqadek boshini ichiga tortib o'tirsa yarashadimi? O'z quloqim bilan eshitdim-ku, urushlari borsa 1-2 oyda bitarkan. U yog'ini so'rasang, hech kim o'g'lingni oldiga solib olib ketaman deyotgani yo'q. Kimsan akam oyimning qo'lidan sirg'alib chiqdi-da, eshik tomon g'izilladi. Shu ketganicha ertasiga peshindan keyin qaytdi. Bobom dalada, men supa oldida